Salam, ekran oldidagi programmamizning ixlosmandlari. Salam, naq maydondagi barcha aziz yetakchi ustozlar. Ko'rayotganinglar Şinjan Buğra Madaniyat Taqti cheklik sherikati bilan Şinjan Kuychi Madaniyat Taqti cheklik sherikati birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi universal san'at programmasi 4-qaror Sadaf Yipak yo'li sadosi programmasi. Ben riyosatchi Nijat Vali Yaqub. Do'stlarimizning yana avvalgi reklam programmamizga ishtirok qilayotganiga minnatdorligimizni bildiramiz. Ekran oldidagi har millat aziz ko'rmanlar. Hammalarga ayon bo'lganidek bu yil 2021-yili Jungo Kommunistik Partiyasi qurilganligining 100 yilligi. Biz mana shu sahnada o'zimizning qo'shalliq naqshlarimizni yangiritib, ulug' vatanimizga, ulug' Jungo Kommunistik Partiyasiga minnatdorligimizni bildiryapmiz. Albatta, programmamiz taka hozirgachilik intayin qizg'in kayfiyatda davom etyapti. Mahirlarimizning nomerlarimi kundan-kunga sarxil bo'lyapti. Programmamizning davomlashishiga ergishib, mahirlarimizning natijalarimi ham bizni hayron qoldiryapti. Shundaqla bizni hayajonga solyapti. Unoqda programmamizning ikkinchi bosqichi baygida bizning 16 nafar mahirimizdan qaysi 8 nafar mahir o'z gruppalarida o'tib 3-bosqichga qadam ola oladigandir. Hammalar bitaqatlik iligida natijasini ko'rishga oldiryapmiz. Hozir shu har bir ustozning qo'lida 16 dan mahir bor. Abdulla akamning gruppasida 4 mahir bor. Bizning shu do'yanzu hammamiz maslahatlanish orqali 16 bolaga nisbatan 2-dan gruppalab turib, bir naqsh qilishni planladik. Menimcha bu shunday qilsak bo'g'idek. Burunqi bosqichdagi burunqi musobaqalarda hozirgidek vaziyat o'xshamaydi, kasallik ishi yo'q. O'chaqda vaqtlar kengaydi. O'quvchilar bilan bo'lgan vaqtlar uzun, har birisiga ayrim naqshlarni qisqartib hatto benzolarni boshqadan ishlash imkoniyati bor. Hozir vaqt qis. Aslida musobaqaning qoidasi bo'yicha pike holati tushadigan bo'lgandan keyin bir naqshni bo'lganimiz yaxshi. Buningga hammamiz tamoman qo'shilamiz-ku. Abdulla Karas mening xil yomon emas o'quvchimdan birisi. Ma'lum sabablar tufaylidan keyingi bosqichda programmaga qatnashamaydigan bo'lib qoldi. Asosan umid yo'q endi qatnashishidan. Shunga endi siz bizning shu ustoz plus pro bo'lgandan keyin siz bir yo'l ko'rsatamsiz. Qat'iy kelinmaydigan imkoniyat bo'lmasa, keladigan imkoniyat bo'lmay qolsa 15 bola bo'lib qoldi-da. 15 bola bo'lib qoldi. Yoki shu 2dan bo'lgan vaqtida bu 7 guruh birisi yolg'iz yashib qoldi. Osh bolaga ayrim naqsh bersak qanday? Endi unda qilsaqmi bo'ladi. Agar endi qolgan mayirlarning ko'nglida bunday bir tangpongsizlik bo'lmay, endi shu bizning programma gruppasining qoida tuzumlariga uyg'un bo'lib qolsa, shunda qilsaqmi mayli. Undaq bo'lsa, undaq shalib ketgan nurg'un bolalar bor emasmi? Mush bolalarning ichidami yaxshi bolalar bor. Menchi bo'lsa, kelmagan bo'lsa, balki o'zidan boshqa sabablardir. Shuning uchun biz shalib ketgan bolalarning orasidan bir bolani qaytarib kelsak, onun bir fursat bersak, bu balki texmi xush bo'lib ketishi mumkin-chi. Hey deb qolgan bolalarimiz. Bir ko'nglimizda absturd bo'lgan mayirlardan birini Anvar degandek qilsak texmi yaxshi bo'lgudek. Endi u kuni sizlarga talabni aytib yuqori. Sizlar ta'tir o'tadinglar, yerda ba'zi ahvollarni toza aniq bilmay qolishinglar mumkin. Buni shu juzudikilar, do'yanzudikilar andan men udul qarab o'taganda ba'zi bolalar haqiqatan yaxshi bolalarimizmi men ketib qoldi-chi. Qishlarningki o'rindiq aylanishiga ega bo'lmay qoldi, tanlashiga ega bo'lmay qoldi. Masalan, bir necha bolalar bordi, yaxshi naqshni umdan ijro qilgan, lekin unda bir sabablar tufaylidan ular ketib qolgan. Kelarsanmi deydigan bir naqshni kichikroq bir bola aytgan. Xeyli chiroyli aytgan. Qarab qo'ying. Kelarsanmi, to'tay bo'lgan bolalarning orasidagisi. Ma Faxriddinda bir bola bor dedi o'g'ra. Faxriddin emasmi? Absurdroq ichida ketgan bolaning birisi. Doğrusu mesela aş balalardan tanlasak yaxshi bo'lamdi deyman-ku. Ashlar unda onun ustiga bu bolalarga yosh jihatdan kichik, kichik bolalarga nisbatan ko'proq bir fursat bersak, bu bolalarga nisbatan texim zo'r ilhom bo'lib, bularni xil bir yoshlar borganda balki texim ko'p bolalarga yordam qilish mumkin-chi. Mayli shunda bir kichik bolalar fursat berildi. Men uchun bo'ldi. Abdulla aka gruppalarning chiqish tartibini bekitib qo'ysak, toza yaxshi bo'lmay qoldi ekan. Shuning uchun shuni biz yerda bir Sadaf shirkatining bir grim buyumlarining narsa bor. Buning ichiga biz nomerlarni yozib qo'ygan. Hozir shuni bo'lsa siz xolos aralashtirib o'taylik, shunday kod aralashtirgandek shunday qilib. Aralashtirib birinchi chiqib beritay. Hammalar birdan olsa, kimga birinchi nomer chiqib qolgan bo'lsa, shu sahnaga birinchi bo'lib chiqadigan mush guruhning odamlari bo'ladi-chi.
Biz aldın alanında belirlep koysak hazır az bulmay kalmasın dep qilgan muşinamni sizga bir topshirsam ustoz. Şinjan Sedef Sodiçeklik Mesuliyet Şirketi programımızdan tajdarlığını aldı. Bu programımızda Şinjan Aylını Az Groyi alaydı kolladı. Şinjan El Nuri Yezigilik Pen Texnika Terakkiyatçılık Şirketi stratejilik hemkarlaşkan. Şinjan Kaydo Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi programımızga yakından yardım bergen. Beijing Taşkın Halkara Pay Kontrol Groyi Tartuk Yürüşlük kolaları programımızda alaydı kollagan. Programımızda Şinjan Radyo Televizya Tori Eynek Talla Televiziyasidan ko'rishni unutib qolmang. Badam Live app detali Şinjanlıqlarning maharat ko'rsiz süpsi darhol arqaysi cho'ng yanfon app do'konlaridan Badam Live'ni izlab, qachilab, yanfoningizga tushirib olinglar. Shundaqla o'zingizlar eng yaxshi ko'rgan kursantlarning nomerlarini Badam Live'dan ko'rishni unutib qolmaysizlar. Bulardan boshqa yana programmamizda izlash app detaldan ko'rishnimi hargiz qo'ldan berib qo'ymang. Programmamizda ko'znak app detali shunaqla ko'znak televiziya qutisidan ko'ra olasiz. Programmamizni yana ko'chma aloqalashish televiziya qutisidan ko'rishni qo'ldan berib qo'ymag'aysiz. Yaxshimsizlar fuqaroim. Mana Yipek Gülü sadasi 4-qararning 1-bosqichini o'ngishli tugatdik. Men o'rindiq aylantirib, mush o'rindiq aylantirgan muallimlar orasidan sizlar meni tanlab, bugun mana taqdirimiz o'zaro rasmiy bog'landi. Yipek Gülü sadasiga qatnashish orqali sizlarning mush muzika hayotinglardagi bir yangi palla yaratilgan bo'lsa, buningdan keyingi texmi yuqori pallarni mana biz birga yaratamiz. Xizmatlarimizda nurg'un ishlarni birga bo'lamiz. Aramızda belki yana shunday shalinib ketishlar, tanlanishlar bo'ldi, ko'nglimiz yerim bo'ldigan ishlar bo'lishi mumkin. Mayli kim shallansin, kim tanlansin, cho'qim o'sha har biraylar mayli pastda o'ltirganlar bo'lsin, mayli telefon oldidagi yoki ekran oldidagi ko'rurmanlar bo'lsin, cho'qim shularning esida qog'dak, mayli obrazinglar, mayli ovozinglar hamma jihatdan shunday bo'g'dak asar ep chiqishga biz o'rtaq kuchaymiz. Shuning uchun buningdan keyingi shu jafoli xizmatlarimizga yaxshi moslashsanglar, menmo sizlarning sahnada shu vallada chaqnashinglar uchun men cho'qim o'z kuchimni aymay chiqarishtirishma. Ondan bugun sizlarga yana bir akanlarni tanishtirma. Sizlar qachon Asqar akanlarni menga tunisizlar. Asqar akanlarning o yavgun aytilgan naqshlarni sizlar anglagan. Ondan Asqar akanlarning yana nurg'un boshqa taraflarini sizlar bilmaysizlar. Balkim mau sizlarni muzika qilayotgan bolalar bo'lgandan balkim ba'zilaringlar bilishinglar mumkin. Asqar akanlar shu rayonimizdagi dangliq A studiyasining qurg'uvchisi. Nurg'un noch asarlarni, nurg'un yaxshi naqshlarni chiqargan, nurg'un cho'lponlarimizni shu A studiyasida ashundaq yaxshi asarlarni qilib, ashundaq qilib nurg'un bolalarni tunutgan. Sizlarning asarlaringlarni yaxshi chiqarish uchun birga qilsak adash deb bugun Asqar akanlarni olib keldim. Unda bo'lsa, Asqar akanlarning bir gaplari bo'lsa, anglaylik bolalar. Rahmat. Yaxshimsizlar, inlar, singillar. Bugun sizlar bilan ko'rishganimdan juda xush bo'ldim. Ondan boshqa yana shu tartib gruppasida Mishmallan og'inimizning taklifi bilan sizlar bilan bir sabti turib, mush musobaqaning bir bosqichliq qadamini tang o'tkazganimdan men xush bo'ldim. Mush musobaqaning oldikenda hammalarning naqshini anglab bo'lamdiq, lekin bir qancha bolalarning naqshini anglab haqiqatan xush bo'ldim. Hozirgi bolalardagi yangi uslub, yangi hissiyat davomlashtirish kerak. Mushunaq Mavlonga o'xshash ustozlar sizlarni tanlagandan men xush bo'ldim. Sizlarmi bak talay ekansizlar, Mavlon sizlarni tanlabdi. Shu demoqchimda tang shu bir bosqichni ko'ngillik yaxshi bir bisvosaq degan umiddaman. Men shunchalik qila olaman. Endi oldimizda moyada bir shu programma gruppasidan tayyor qilgan bir jadvalimiz bor. Sizlarga beradigan. Bu jadval qanday jadval desanglar? Bu jadvalda har biringlarning chiroyli tushgan bir parchadan surtinglar bor. Anan keyin ma peshonanglarning oldida har biringlarning bir tartib nomeringlar bor. Shu nomer sizlarning nomeringlar. Har biraylarning xos bir nomeri bor. Ondan
Bu jadvalni to'ldiramiz. Bu jadval qanday jadval deganda, mayada birinchi qurda MVP deganga mushaga mushu bizning guruh ichidagi o'zinglarning ko'ngilda mushu eng kuchli mahir mushu deb o'ylagan mahirning tartib nomerini yozasizlar. 3 odamning. Ondan ikkinchi qurga PK deganga sizlar ko'ngillarda tushishni xohlaydigan bir naqshni o'rtaq birga aytib tushib baqsam deb ko'ngillarga tutgan odam bo'lsa, shu odamdan 3 odamni yozsizlar. Eng astan qurga o'zinglarning tartib nomerini yozib qo'ysizlar. Shuning bilan majadvalni to'ldirdigan yeri tugaydi. Bunga bir 3 kun ichida to'ldirib qo'ysizlar. Ondan buni to'ldirib bo'lgandan keyin o'zinglarning mush keyingi bosqichda aytishni xohlaydigan, mush naqshni aytgan bo'lsam deb o'ylagan naqshlardan menga bir nechini menga avatib bersizlar. Shuning bilan keyingi bosqich xizmatlarimizni boshlab ketamiz bolalar. Unda bo'lsa sizlar bilib oldinglar-ku. Amsi Asqar akanlar ikimiz bu jadvalni sizlarga taqdim beramiz. Mana bizning tayyorlik xizmat boshlanganmi, hafta bo'lay deb qoldi. Arliqda sizlarmi? Shu o'zinglarning ovoz alayliklarni, ovoz sonlarni namoyon qila oladigan naqshlarni bizga avatdinglar. Naq maydondagi ifodanglardan boshqa shu naqshlarni anglab, Asqar akanlar bilan har bir naqshini, har bir mayonning har bir naqshini nayt astoydalik bilan angladik. Anglagandan keyin hamda har biringlarning shu ovoz alayliklar, ovoz tusinglar, ovoz rayoninglar Andan naqsh etishdik firoq alayliklar degandek nurg'un narsalarni o'ylashdik hamda. Men tunda sizlarga shu guruh bo'lgan tizimlikni men sizlarga bir e'lon qilib bersam, buning ichida bizning Muzaffar Ubul, bizning birinchi sonda chiqqan Muzaffar Ubul bilan Odiljon Mollamatni bir guruh qildik. G'olib G'ulam bilan bizning Akbarjon To'xtayinimizni. Endi izhor bilan bizning Aliya G'opur singlimiz. O'rkash Juma bilan Akram Erkin. Ikkinlar bir guruh bo'lgan. Abdujabbor Ali bilan Turg'un Hasan inimiz. Ikkinlar bir guruh bo'lgan. İmran Batur bilan Qaysar Davud ikkisi bir guruh bo'ldi. Hamid Eysa bilan Muzaffar Farhat ikkisi bir guruh bo'ldi. Saida Qayum bilan Faxriddin Muhammad bir guruh bo'ldi. Endi biz cho'qim yaxshi asar chiqarishimiz kerak. Muhimi raqobat degandan bakroq hamkorlik deganni oldingi o'ringa qo'yishinglarni men tavsiya qilaman. Musobaqadan keyin mayli qaysi nishonib ketayli, yana qalayli bir-birimiz bilan yana davomliq ham Mavlon kanlar bilan ham bilan shu san'at sohasida billa tang tirishimizni chin dilimdan umid qilaman. Unda bo'lsa biz shu o'zimizning tartib gruppasiga yaman payzi shuardan birini bir maslahat qilib, shuningdan bir bekitib olamiz. Sizlar uchun desak bular bir maslahat qilib boqmamsizlar. Tartib. Boshqa gap ortiq. Biz tayyor bo'ldik. Mana. Maslahat birdan bamta tugidimi? Tugidi. Bir yaxshi shuar chiqdimi, chiqmadimi? Chiqmadi. Bo'ldi. Ma Asqar akanlar ma boshqa maslahatning hojati qolmagan holatga yaxshi shuardan bir maslahatini berdi. Tartuq, quruq gap ortiq, biz tayyor bo'ldik. Bekasın. Əmisi biz şu şuarını özümüzün şuar qilib belgilaymiz. Şu şuarını bir to'lib o'tamdi. Bo'ldi. Bizning şuarimiz Tartuq, boshqa ortiq, bizga bo'lar.
Programımızın məstanları, görüyatqınızlar Şinjan Buğra Mədəniyyət Taqiti çəkiliş şirkəti bilən Şinjan Kuyucu Mədəniyyət Taqiti çəkiliş şirkəti birlikdə uyuşturğan 4-cü qarar Sədəf İpək Gülü Sadası proqramısı. Mən riyasetçi Nicat Vəli Yaqub. Bugün bizden bu meydanımızda ilip verildiğini bolsa programımızdan ikinci basqıcı bəyge. Yani bizden bugünkü müsabiqimizdə Tartuq qrupusidagi əzmətlər bəygi düşüb 16 əzmətlə içidən faqat 8-ni naq meydanımızda ilib qalımız. Xoş, ondaqda bugünkü bəygimizdə Tartuq qrupusundan tayyorluq qandaqraq bolğandı? Ustaz Mevlan müəllimni sözü təklif etimiz. Mana biz birinci basqıçını tügütüb, biz mahirlarni tanlab, mahirlar bizni tanlab, bizning 16 o'quvchimiz bo'lgan ekan, biz shu taxminan 2-3 oy vaqtdan buyon jafoliq tayyorliqlarni o'tkazib, bugun mana shu Tartuq gruppusining bəygisini sizlarning oldinglarga qo'yish oldi turibdimiz. Shu birinchi bosqichda shu mahirlarni tanlaymiz deb, hamda ponimi etib qopdiq. Yenimga kelsang, sana andaq yo'dirim ba, mandaq ansamblim ba, sen uni qipirma, buni qipirma deb. Shuning bilan bu balalarni tanlab olgandan keyin buni yong'ilolmay qoldi. Aka, qani shu ansambl deb, voy ukam u degan shu yerda gap deb buni hamda aquzanmidiq. Shuning bilan garchi sal jafoliq bo'lsa-mu, bizning shu birga muzika chalayotgan bizning shu gruppamizdagi bizning sabdoshlarimiz bilan birlikda bu qitimqi mahirlarimizning tanlagan asarlarni biz shu bizning Mevlana ansambl bilan naq maydonda chaldigan qilib tayyorlik qilib, garchi o'zimiz jiq-jiq tatib oldik. Ondan programma gruppasimi ba'zi ig'irchiliklarni tushirib qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Programma gruppasini yaxshi qo'llab qilib bugun biz shu naq maydon ansambl bilan bizning mahirlarimizning birlikda jafoliq tayyorlagan naqshlarimizni amsa biz ko'rguvchilarimizga, naq maydondagi ustozlarga, hammalarga bir sunmoqchi. Bulduğundaqda Tartuq qrupusidagi chavandozlarning tayyorligi bitganmidi? Tartuq qrupusidagi chavandozlarning tayyorligi bitdi. Inilarim, singillarim amsa yurikinglarni to'q tutib, o'zinglarning eng yaxshi holatini namoyon qilishga tirishinglar. Sizlarga madad tilayman. Sizlarga utuq yor bo'lsin. Tartuq gruppusining arzu yetakchiligiga mening yaqin do'stim, yaxshi naqshchi. Ondan Shotu muzika atritining qurg'uvchisi, A-studiyasining qurg'uvchisi do'stim Asqar Seyitni taklif bilan shu bizning arzu yetakchiligiga birga olib keldim. Ondan hamda Asqarni nurg'un do'stlarimiz tunuydi. Bir yovgun naqshlar bilan tunuydiganlar bor. Bularmi bizning shu kasb sohasidagilar hammamiz hurmatlaydigan, hurmatga sazovar, mijoz xarakteri, mayli odamiyligi bo'lsin, mayli kasb jihati bo'lsin, intayin hammamiz yaxshi ko'radigan. Ondan nurg'un shu jamiyatimizda tarilayotgan nurg'un asarlar shu A-studiyasidan chiqqan. Shu A-studiyasini qurib hozirga kelgacha shu rayonimizning san'at sohasida nurg'un to'hfalarni qo'shib, nurg'un ishlarni, yaxshi ishlarni qilgan to'hfakor do'stimiz Asqar Seyit. Asqar ustozni qarshi olamiz, hamkorliklar ko'ngildagidek bo'lg'ay.
sezdim hoş dedim ayrılıp gittim hoş dedim şunu sezdim hoş dedim ayrılıp gittim hoş dedim. Yaş o'smirlar bizning kelgusimiz. Ularga ko'ngil bo'lish, ularning fan, madaniyat bilimlarini o'rganish, yetakchilik qilish har birimizning bosh tatmaydigan mas'uliyatimiz. Hammamiz birlikda Masayka paravonligi maxsus fondiga ergishaylik. Abdullah aka, siz Sedef Worldstar markasının obraz vekiliği. Ha. Qanday bo'lib bu markaga obraz vekil bo'lishni tanlab qoldingiz? Ko'p gapning hojati yo'q. Yig'ib aytganda Sedefdagi mushu ini sing'illarimizning astoydilligi, izchilligi, mas'uliyatchanligi meni qoyil qilgan. 4-qaror Sedef Ipak yo'li sadosining bugungi bosqichi, ya'ni 2-bosqichi, baygi bosqichi. Bugungi baygi bosqichi, ya'ni 16dan 8ga kirish bosqichi. Demakki bizning har bir o'qituvchimizning, har bir muallimning qo'lida hozir 16dan o'quvchi bor. Mushu bugungi bosqich orqali her bir gruppada 8'den bala tanlab kelinadi. 8 bala vaqtincha sahneden ayrıldı. Bunu hemimiz düşünümüz. Hem de aldığımız mezgilde biz kayıtlarımız boyunca her qaysı grupının musabaqa kirish tertibi özel çek tartış arqılı okuğagan. Bugün birinci bu şu kaydımız boyunca, tertibimiz boyunca Mevlan muallimninki şu 16'dan 8'e kirish baygi bosqichini shu Mevlana ansambli bilan har qaysi o'quvchilarimizning o'zi hamkorligi orqali ko'rib chiqimiz va tanlab chiqimiz. Qani Mevlan amisa balkim guruhlar bo'linib bo'ldi. Shunga o'quvchilarning maydonga kirish tartibini o'zangi topshirdik. Bizning tartib guruhisining baygimiz hozir boshlandi. Bizning birinchi bo'lib sahnaga chiqilgan ikki mayirimiz Hamid Eysa bilan Muzaffar Farhat. Bularning aytilgan naqshi G'uncham dramasidan Men o'larman degan naqsha. Hamid Muzaffar oldi bilan ishqilarning bir guruhi bo'lganlarni tabriklayman. Naqsha hiç ustunladımı ma'lum o'rtoqliklar bor. Ondan ovoz sonladımı o'rtoqlik bor. Men ölüm toprak diyat kattil toprak bundak mı anmayımız cuma? Ha şu tüp düz mağamız. Sağ korkunca yok olsun bir. Azrak sirpasa. Önüme sağ söylemez mi? Bundan burun xalq naqşlarını bək eyib baxmağın lekin amal var bu da hamda eng yaxshi altı bilan eng yaxshi hissiyatım bilan bu naqshni joyida ham yaxshi aytishga tirishman. Ustozimizning yetaklishi ham muzik atrofidagi bolalarning kuchishi ostida bu naqshni intayin chiroyli bir ro'yobga chiqdik deb o'ylayman. Biz mashqni yaxshi qildik. Endi o'zimizning eng yaxshi kayfiyatida bu naqshni eng yaxshi o'rindab bu musobaqada o'tib chiqishga tirishaman. Rayonimizdagi har millat xalq omasining ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Shinjong Sadaf Sodichaklik mas'uliyat shirkati mayirlarga omad tilaydi. No
Yoldu koymanglar vay meni. Men ölermen, men öler, men yok. Yoldu koymanglar vay meni. Yoldu koysanlar kuyum vay çıldı koy, çıldı koymanglar vay meni. Yoldu koysanlar kuyum vay çıldı çıldı koymanglar vay meni. Dostlarım hem kim bulur, düşmanım, düşmanlarım şad dostlarım hem kim bulur vay düşmanım, düşmanlarım şad eylesin. Düşmanlarım şad eylesin. Rahmat yigitlar, chiroyli naqshanlarga. O'sha tartiblarimiz bo'yicha bugun bu ma'lumlar, Mavlon ma'lumdan boshqa 3 bizning ustozimiz va Arzu yetakchisi qo'shilganda 4 ustoz mushu yerda sahnada bor. Biz Mavlon ma'lumning mushu eng to'g'ri, eng odil holda o'zining mushu ikki saboqdoshdan birini olib qelishi uchun yordam fikrlarimizni bermasak bo'lmaydi. O'zaro his qilganlarimizni deb Mavlonga eng yaxshi bir o'zi uchun ham o'zining guruhi uchun va musobaqa uchun eng o'ng yo'lni tanlashiga yordam qilaylik. Naq maydondagi ustozlarimizning sizlar to'g'riliq yaxshi baholarini anglab boqaylik. Muzaffar Hamid inillarim hamkorlig'inglarga muborak bo'lsin. Bir klassik asarlarimizningki jalbkorlik go'zalligini yana bir namoyon qilgan bo'ldinglar. İntan yaxshi maslashdinglar. Ikkinglardan birini tanlash haqiqatan qiyin bo'lg'idek darajada yaxshi maslashdinglar. Endi meningki bu yerda bundaq bir singlardan kamchilik tepish topolmadim hisobda. Shunda uzrlandim. Bir go'zal asar qilib chiqdinglar. Bu naqshni qaytadan namoyon qilgandek holatda. Lekin cho'qim ishkanlarning birisini tanlash kerak. Bu xil ahvol ostida meningki Mavlon muallimga tavsiyarim Hamid.
biz kichigimizdan anglab cho'ng bo'lgan, biz bek intizor bo'lgan, shundoq yaxshi ko'rdigan naqshidan birini o'rlab berdinglar. Mevlan ustozmu bu o'zining gruppasida, tartib gruppasida o'yladim bir kechilikdek universal ham zamonaviylikmi bor, ham klassik asarlarmi bor, shundoq bir yaxshi o'rnashtirish qilibdi. Men bundan shuna so'yindim. O'qituvchininki amgiki ajri oz singmabdi. Endi ikkinlardan birini tanlashga to'g'ri kelgan vaqtda Muzaffar ukamizning ovozi shunda pokiz, shundoq suzuk, shundoq ravon chiqdi. Lekin endi Hamidning ovozida xoslik bor, o'ziga xos bir odamni o'ziga tortadigan bir joylari bor ekan-ku. Shuningga mening tavsiyalarim Hamid. Bayam chiroyli bo'lgan bir asarni biraz ko'p ajr qilish orqali yana bir yangicha kayfiyatda ato qildinglar. Intayin huzurlandik. Muzaffar va Hamid ukam ikkilaringlarningki alohidligi, o'zinglar xos alohidligi bor ekan. Men bu shundoq dilg'ulliq to'p qoldim. Har ikkilaringlarningki o'zinglar xos, noiti o'zinglarga mansub bo'lgan alohidlik o'rinlash jarayonlarida biz his qildik. Hamda musobaqaning ehtiyoji bilan tanlash tavsiya qilish bo'lib qolsa, men shu Muzaffar inimni tavsiya qilaman. Taş Mehmet Mal'ın tavsiyesini anıldık. Endi Aka siz bir tavsiye qilib bakmamsınız ya, unda sizning xizmat tarkibi yo'qmi ya? ya bana onda ruhsat verildi. Bulmuşsa tittim o tavsiye kılıp. Belki tavsiye kılım kep git barda bulmuşsa. Lekin yaxshi fikirlarni ayt, yaxshi fikrlarni beryapsizlar. Umuman qanday fikir bo'lishdan va kimdan tanlanishdan qat'iy nazar bu sahna mushu yigitlarimizning, mushu qizlarimizning naqshi muzika sohasida texmi olg'a menish uchun foydali fikrlarni beryapsizlar. Ahvol qaraganda Hamid ikki muallimning tavsiyasiga, Muzaffar bir muallim tavsiyasiga erishdi. Natija yaxshi herhalde. Lekin biz eng muhim bir muallim bor, arzu yetakchi o'qituvchilar. Mushu kishining gapi muhim chakvesib qolishi mumkin. Oldi bilan ikkinimizniki bilgan yomon yaxshi etdinglar, huzurlandik. Hamda Hamidniki ovoz tusini etsaq alayda shunchalik bir kishini o'ziga torta oladi. Muzaffar enimizning ovoz tusi bo'lsa elastikligidan yaxshi ekan ovoziniki, yaxshi puroqlar joyi-joyida bo'ldi. Hamda cho'qim ikkidan birini tavsiya qilish kerak ekan Mevlan ma'lumga. Mening tavsiyalarim bo'lsa, bugungi mush naqshanlarniki anlaştık hissiyatımda Muzaffar'nınki şu naqşı çöküşü, naqşının hissiyatını ifadalab berişi bana bekerek yaktı hemde. Şuna hemde ben şu iki inimin arasında hemde birini tavsiye qilishib qoldim. Ben Muzaffar'ni tavsiye qilay. Demek hazır her işkiyanlar o'xshashdan ikkili ma'lumot tavsiyasiga erishdilar. Lekin eng muhimi yana o'zinglarning mushu ustozinglarning gapi. Bu Mevlan kimni tanlaydigan? Hazır tang olib qoldinglarchi? Bu bu programma siliq boshlanib, rayimsizlik bilan davomlashdi ekan. Ondan mening mushu ekrani oldidagi do'stlarimizga bir narsa deb qo'ygim kelyapti. Bizning mushu bosqichlardan boshlab sahnada tanlangan odam g'alaba qiluvchi, shallangan odam mag'lubiyatchi emas ekanligini-chu. Endi balalarımızın nimesi şundak yaxşı, mayli reptis jarayonidagi bo'lsin, mayli naq maydondagi bo'lsin, hammamiz ko'rdik. Adam tanlash imkoniyati yo'qligi bu yerda-chu. Lekin endi qoidani shunda belgilab qo'yibdi, tanlamasak bo'lmaydi ekan. Shunga ko'rgan do'stlarimiz buni birisi g'alaba qilib, birisi mag'lub bo'ldi deb tushunmasa deb shuni men bir iltimos qilmoqchi. Bu iltimosingni tasdiqlashga bo'ldi, cho'qim. Sizlarmi qo'shilsizlar-ku? Ko'pchilik mi qo'shildi cho'qim qina ekran. Mesela bu işkelenni tushunib qolmanglar. To'g'ri, bu işkelenni hech qanday selishtirish imkoniyati yo'q. Bayam qolgan ustozlarim yaxshi fikrlarini dirdi. Hamidda xoslik yetarlik bor, ovozning shundoq nimasi bor. Hamidning o'ziga xos bo'lgan bir uslubi bor. Lekin Muzaffarmi bo'sh emas. Uningmi shu ular men degan naqshni ravris joyiga olib berib hissiyatığı çoğunqur çöküp aşındaq aytdi. Men endi qanday selishtirib, qanday tanlayman bularni? Bir şey kelganda biz yana bir narsani eskartib qo'yamiz ki,
Bu İpek Yolu Sadası namıda, yani muş qetimqisi Sedef İpek Yolu Sadası namıda ep berilayotgan bir qetimlik oyun. Yuvuşi, Jula. Hem biz mana muş yigitlerimizni, yani bular mundaq cho'ng sahnaga chiqib boqmagan. Endi mushu orqali, mush fursat orqali o'zining ikki naqshisini, asrini xalq bilan yuz ko'rishtiradigan bir sahnaga bular erishadi. Ammo biz bularning kuchi orqali eng muhimi ko'pchilikka ko'ngil yetish fursati beramiz. Shunga bak vijdoning azoblanib ketmasin. Biz buguncha tutib turgan savodishimizni yana davomli yetaklash imkoniyatimiz bor. Senda shu kuch bor emasmi? O shu. Endi ilqi program uchun bir singlarni tanlaymiz. Qolgan ishlarni o'zimiz qilib olsak bo'ldi. Mening endi mushu bizning tartib gruppasining keyingi ifodasi uchun, bizning keyinligimiz uchun, kollektivning natijasi uchun aranglarni birini tanlamasam bo'lmaydi. Men mush yerda tanlaydiganim unda bo'lsa Yaxşımısınızlar köpçilik, ben Abdullah Abdurrahim. Yuqum ahvalidan şunu bayqadıq ki, adam bədəni üçün ən mühim boğunu yanılı immun gücü. Əməliyyatda immun gücünün yuqur buluşu salametligimiz üçün ən yaxşı doğru hesablanır. Andaqda teri adam bədəninin birinci müdafiə sepi buluş süpütü bilen onun immuniti qandaq götürülüdü? Əməliyyatda aktiv bakteriya öz rolunu cari qıldırıvatıdı. İlmi tədqiqatlardan bayqalışca terideki paydalıq aktiv bakteriya terini güçləndirdi. Terini tazlaydı, yallıqı qarıştırdı, nemlik saxlaydı. Qani endi biz aktiv bakteriyaga to'yingan teri bilan aktiv bakteriya kamchil bo'lgan terini selishtirib taqaydi. Ko'rilishqa bo'ladiki, aktiv bakteriya terini texmi yosh va sog'lom qiladi. Shunga terining kasalga qarshi turish kuchini oshirish uchun teridagi aktiv bakteriyalarni to'liq saqlash lozim. Sedef World Star. Sedef. Muzaffar Farhod. Hop, Muzaffar, əmisi senin bilan kelar qatimliq musobaqada davomli ko'rishimiz, tayyorlik qil. Hamid, bugun sana biraz afsuslanib qoldim endi. Sen uchun. Sening haqiqatan ovozingda xoslik bor. Balkim ustozlarning o'ylig'ini basam to'g'ri tushunsan, necha vaqtdan billa mashq qilyapsizlar. Balkim keyingi qadamlarda Muzaffarga o'xshash bir narsa lozim bo'lib qolgan bo'lishi mumkin ki, sening ovozingdagi xoslikni, seningdagi qizg'inlikni hargiz biz chetga qoqmaymiz. Sening orqali yana nurg'un yaxshi ijodiyatlarni anglaymiz. Sening bilan birga hamkor qilib qolishimiz mumkin nurg'un joylarda. Shuni istaymiz. Endi Mevla'nı gap kısasak yığılaydı bu hazır. Bir ağız gap qilay lekin. Men yig'lamay lekin. Yig'lama ya. Mening endi shu bu qatimqi bosqichda bir qilgan ishim, balkim bu xato bo'lishi mumkin. Men yaxshi bolalarni birga sep qo'ydim-chu, qarang. Shunda yaxshi bolalarimning o vaqtda o'ylamadim-da, bunda mayadagi ahvol ko'z oldimga kelmaganda birini bu yerda ep qilib, birini shalib o'tib qilish. Men mush asarni yaxshi chiqirma, mushning ikkisining ovozi moslashidi, mush naqshiga tushidi, ikkisi esa mana naqshi payz chiqidi deganni markaz qilib turib, shunda yaxshi bolalarning mana hozirgidek absurd bir ishga yo'l qo'ydim-da, yaxshi bolalarni bir yerga qo'yib birga silib. Bu ish endi yaxshi mayllarimizning shu endi bir necha qadam oz minib qilishini keltirib chiqasmi, lekin mushu qatimqi asrimizning yaxshi chiqishiga buning foydasi bor deb o'ylayman. Buningdan bir hikmat bordi, Hamid Fukam. To'g'ri. Biz Hamidning bir yurak so'zlarini anglasak qanday? Oldi bilan barliq muallimlarning mush taklif fikrlari hozir qadar bo'lgan men har xil yordamlari deymiz. Uningki mush muzika atrofdagi bolalarningki jafoliq mush paylan qilishlari mush jihatda mush fursat foydalanib men bir rahmat aytosam, uningki Mevlankamningki mo talashiga hurmat qilaman. Ham buningki endi davomli shu o'zimiz tanlagan yo'l, o'zimiz mush muzika yo'lini tanlagan, endi davomli o'zimizning yaxshi asarlari, ijodiyatlari degandek bilan davomli qilishga intilishman. Xo'p, sening orqali shu seni qo'llab quvvatlayotgan, ota-onalaringdan boshlab urug' tuqqan do'st birodarligicha biz shu
bütün ustozlar salımımızı yollaymiz, yetkizip koygun. Senindek yaxşı bir kızgın, bir talant ilgisini yetiştiği ata-analarga rahmet. Seni devamlılık sahnede saklayımız. İnsan degen haman hülnüme Biz kökleymiz şuna gem yeme Oldan qıtım badamda cubo qıgan qıra. Cubo qıp birden bir qarsam 120 neçə min adam gör. O külsəm bu 20 neçə min adam olub. Gör ras. İşənməsən qıra. Qıra. Mana qıra. Manınğa. Manikin 30 neçə min adam görütüptü. Manikini mana 40 neçə min adam görütüptü. İşil tutqan adamlar çıxdanda məsələn. Vay hazır həmmisinin telefonu da badam batısa. Həmmis görən tutsa hazır. Tartuk grupimizning navbatda maydonga chiqadigan ikki mohiri G'olibjon G'olam bilan Akbarjon To'xti. Bularning aytadigan naqsi Bo'ytaq Gaday. Bo'ytaq Gaday. İşkanlar bilan bir yaxshi asar chiqarishni maqsad qildik hamda G'olib o'zining bir raplarini yozdi buning o'tirga. Andan sangimi bir o'zingning bir shu Allohlikni namoyon qiladigan bir necha ta'kid o'rin qo'ymiz. Ashunda qilib naqshini o'rtaq aytisizlar. Andan o'zinglarning shaxsiy Allohliklarni undaq joriy qildirgan o'rinlarda aniq qilmiz. Ashunda qilib nayt rangdor, nayt yaxshi bir asar chiqarmiz endi. Ko'ngli qonde qo'rlay. Mush puraqni sizlar yana yaqlab elvatsizlar-ku. Ko'ngli qonde qo'rlay. Aniki ikkinchi qatimda unga o'zingni bo'yicha olsanglar yaxshi bo'ldi-ku. Ko'ngli qonde qo'rlay. O'tirdik raptim o'zgartimligini ham. Sal uzunroq qildim. Buniki hozir og'ayrimiz eng beshida bir qatim. Buniki bir qatim aqs chiqish to'tlam. Ikkimiz ovozimizni anglablam. Bu qitimliq musobaqada mutaxassisga ishonchim bor. Bu naqshini eng yaxshi holat o'rnashga, o'zimni eng yaxshi holatini namoyon qilib, yaxshi natijalarni qo'lga keltirish uchun tirishman. Rayonimizga yemak-ichmak, kiyim-kechak, uy-mulk, import mallar savdosi qatorliq jihatlarda oldin qatorda ketayotgan Xinjiang Aylin Azguroyi mayirlarga omad tilaydi. Vay atiyaz bulmagucha bu seherde sayrmaz bu seherde sayrmaz Vay da talam vay gelmegeçe çek yigit üzini çağlamaz yigit üzini çağlamaz Vay tünügün çüz vaxtıda Tümlükü qon diye qorulay Tümlükü qon diye qorulay Vay qorulay çıktı bilen Vay bəndiği boyda qaday Mən qanda qılay Vay yanını dergem Billəyib gitay Çoğu dağı tüvüge Billəyib gitay Çoğu dağı tüvüge Hey yo ladies and gentlemen, yeah Men bir boytaq qaday qanda qılay Yürügümdегі dərdimni naşamdan tekisiga salay Çıraylı qızlarga qaray Taң tüdüm aray Eğer manga kaqılsa Dubuldek sayray Men toğra mengi dərdimni kim bildi undaydu Boytaq durub hazır kelip özünün qımını öz Yoldum bolsan men aymu Yaki bolsun men baymu Şıqып boytaq qadaymu Sana çözügü daymu hey
Yürügümden Paris'in sen günlerimden Paris'in Sen bu sanla medalayma hatta halat naqsı Bulum bulayma her yoklap tümümde sayram Bir suyup koysam ben bir gönlükte koşal yaram Tension sension panda fashion panda tension Nama fashion bu anşan Tension Tuğla iki sensin yolunda tension Vay yar bilan vay o'ynadi Sundi mening nazuk qulum Sundi mening nazuk qulum Vay yarının yağlıqdan Tansa saqay gay bu qulum Tansa saqay bu qulum Vay tünügün çüş vaxtıda Tümlükü qondi qorlay Tümlükü qondi qorlay Vay qorlay ciddi bilen Vay mən texi boy taqaday Mən qandaq qılay Vay yanıqda digen Billa ipkitay çoğ taqtüvege Billa ipkitay çoğ taqtüvege Boydaqqiday. Shunda yaxshi aytyaptinglar vallahi yaxshi. Xo'p, endi sizlar birdam yer qarab turibsizlar. Ammo biz ustozlarimizdan fikrini napa qilma, Mavlon? Ha, bir anglaylar. Boytaq qaday. Shundaq bir Boytaq qaday nomidagi naqshni anglab, huzurlanib o'tdik. Men qisqacha desam, bu ikki o'quvchiga naqsh taqsim qilgandimi? Mavlon ma'lum naytı bularning o'zining xosliqi asosida naytı chiroyli bo'libdi naqshini. Afkimizniki yuqori gavjlarga aychiqishi bo'lsin, mayoqniki rap etishdiki aloyidligi bo'lsin, mush taraflardan naytı ikkilanlarniki xosliqini aloyidligini to'liq namoyon qilgan bir asarni beribdi. Buningga ustozinglar kuch chiqargandek qildi. Endi har ishga shunchalik yaxshi ortiqchilik bilan o'rindadinglar ukam. Endi meningki tavsiyalarim bo'lsa, mushu G'olibjon ukamni bir o'ylash baqsa Mavlon ma'lum deganman bir tavsiyani beraman. Men Jamalim Nayt yaxshi o'rindadinglar, intayin xursand bo'ldik. Go'zal bir asardan huzurlandik. Mavlon ma'lum bu naqshning xarakteri bo'yicha Akbar bilan G'olibjonni bir guruh qilib Nayt'i yaxshi bir asarni bizga sovg'a qildi. Biz intayin xush bo'ldik. Bu naqshningki xarakteriga Akbarningki ovozi intayin tushgan. Lekin naqshningki yana go'zalligini oshirishga buni texmi lekin demaymiz. Texmi G'olibjonningki rap uslubini qaytish orqali naqshningki texmi go'zal bo'lishiga intayin cho'ng kuch qatgan. Rasmiy bo'ytaq bo'lgan demoqchi bo'lsa. Rasmiy bo'ytaq bo'lgandi. Endi meni bu yerda tavsiya qilganim bu ishkilarlarningki o'zining ortiqchiligini joriy qildirish nihoyat yaxshi bo'ldi. Rapchi enim G'olibjonningmi o'ziningki rapni aytish bilan birga mushu ohangni yo'ritib berishi intayin yaxshi. Akbarningmi mushu naqshningki xarakterini shu ovoz tusini berishi intayin yaxshi. Meningki bu yerdagi tavsiyalarim. Lekin sizlarga yana bir tavsiyalarim, mush ishkinglar bir jib bo'lgancha yana davomli bir jib bo'lib ketsanlar degan umidim bor. Chunki naqshlar da güzel chiqdi. Moslashibdi. Moslashib ketdi. Mening tavsiyalarim bo'lsa Akbar. Xo'p. Ben shundaq bir moslashchanlik, hamkorlik shunda yaxshi bo'lgan bir güzel asarni anglab, aldı bilan yana mushu programma gruppasiga, Mavlon ustozga vakolatan program gruppasiga rahmat aytqim kelyapti. Mushundaq bir ansamblni ustiga chiqib, sizlarga mushundaq bir yaxshi sharoitni hozirlab bergani bu oson ish emas-ku. Mayli operatorlar bo'lsin, mayli mau muzika uskunlarni tanishguchilar bo'lsin, shunchalik yaxshi moslash bilan ma asar shunday yaxshi ro'yobga chiqibdi. Mavlon ustozimiz sizlarga shundaq yaxshi asarni tanlab beribdi. Ishkilinglar o'zinglarning xosligini shunday yaxshi moslashgan holatda ifodalab chiqqandinglar. Men o'ylayman, endi Akbar ukamizning ovozimi shunda chiroyli ekan, ma millicha yo'lni tutsa shunda chiroyli bo'lgudak. Ma G'olibjon ukamiz endi
Mevlan Ustaz'ın grupisiga texmi mos kelgandek. Bundan keyin mesela Mevlan Ustaz yana ansambl bilan boshqa ishlarni qilaman deb qolib qolsa, shu G'olibjon yana oxirgi mang'alaydi deb o'yladim. Shuningga mening tavsiyalarim G'olibjon. G'olibjon. Bugun Akbarjon bilan G'olibjonning suhbatinglar haqiqatan yaxshi bo'ldi. Meningki o'zimning shaxsan G'olibjonni tavsiya qilaman, chunki G'olibjonniki xosliqi o'ziga bo'lgan xosliqi yuqoriroq. Akbarjonni yaxshi, intayin yaxshi aytdingiz. Endi xosliqi G'olibjonnikidek alohida emas. Shunga men G'olibjonni tavsiya qilay. Xo'p, G'olibjon 3 ustozning tavsiyasiga Akbarjon bir ma'lumning tavsiyasiga erishdi hamda bu mushlarning mushu bugun sizlarning hozir qilgan ijroyinglarga deki inkasıçı. Albatta sizlarning bundan burun yoki bundan keyin albatta bundan mı yaxshi bo'lishi aniqli gap. Ammo hozirgi minutda, hozirgi sekundlardagi ustozlarga bergan ta'siringlar va ularning inkasi. Shu buni sizlar to'g'ri tushuninglar, savodashlar. Hargiz Akbarjon, men yaxshi aytmagan o'xshamamdimi qaraganda deb qolma. Yaxshi aytibsa, milliy alayidlikni yo'ritib aytibsa, hozir qara. Puraklarını nahit çıraylık elib etibsə. Biroq deməkçi boğunu, arzu etəkçi malımdan deməkçi boğunu düşəndənlər keyinki müsabiqalar təxmin kəskin buldu. Şunun üçün Tartuq qrupusinin keyinki nəticələrini oylaganda texmi yaxşırağı deməkçi üçün. Sən hər qız başqaça oylab qalma, cuma saqam. Biz yanıla muşu Ustaz Mevlan'ның fikrini hürmet kılımızda ahırda. Akbar G'olib fikrlarim. Aldı bilan sizlarning shu mening ko'z oldimda bizning birga ishlayotgan nima shu ko'rinishlar kelyapti. Shu aldı bilan sizlarga rahmat. Mayli shu repetitsiya jarayonlarida bo'lsin, xizmatga yaxshi moslashdinglar. Shunda qizg'inlik bilan o'rgandinglar. Ondan bugunmi yaxshi aytib berdinglar. İfadanlar nait kalt çıktı sende. Müşahede hem de birisini tallayla kalan işlerimizni yana birlik kılışımızını ben ümit kılıma. Kalanı bayan kalan ustazlarımı özleri tavsiye kılan mahirine hem tavsiye kılıştaki asaslarını sözlep öttü. Şuna memmu bir yerde gapını pek uzatıp etmey. Yani deyme biz 16'da adam şu bizim köngüllük hem cephalık hizmetlerimiz aşında hissiyatımızı biz davamlaştırmamız demekçi o. Ama ben keyinki fırsatını Aylan az Beyjing Şinjan Madaniyat Cheklik şirketi Beyjingning Chaoyang rayoni diplomatiya ko'chasiga joylashgan. Ko'limiz zo'r, oliy bezalgan. Şinjanning o'zgacha mahsulotlarini tonishtirish va ko'lamlashgan tijorat andizisini barpo qilish jihatda amaliy natijalarni qo'lga keltirdi ham keltirib o'tdi. Mayli korxonachi va savdogar bo'ling, biz bilan hamkorlashib o'rtaq taraqqiy qilishingizni qizg'in qarshi olamiz. Beijing Aylan oz Beijing Şinjan Madaniyat Cheklik şirketi. Ayollar gölge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Dokilik, to'rliq, paxtalik, bambuk talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari Qaydo yağmurchining huzurini yeganda bilasiz. Uyingizda qaydo uzilmasin. Qaydo yurishlik yağmurchilar. G'olibga bir ishni loyiq ko'rdim. Hop, muborak bo'lsin. Ana o'z G'olibjon, keyingi musobaqada yana biz sen bilan davomli ko'rishimiz. Ukam, abay degandek. Bu musobaqaning talabi uchun seni Mevlam malum herkes hem de ammayma degan gap emaslar, cho'ng bo'lgan bolalar bilasizlar. Balkim taxi bunda bir ish bu bayadi-chu. O G'olibjon tanlandi. Uningdan bakrak sana muhabbat berishi mumkin mush ma'lumlar. Ya'ni
o'ziga chidamaychu. O'sha boya degandek o'tirliqda mehr muhabbat paydo bo'lgan. Ikkilisi sizlar uchun, ma'lum uchun o'xshash. O'ng qo'lmi shu, so'l qo'lmi shu. Birisi kelar qatam ma'laydigan bo'lgandan keyin uning qaraganda sana nisbatan bir xil ish, yestashliq kuchli bo'ladi deyman. Mana shu yuraklarim pishildayotdi. Mayli biz hozir shu Akbarjonning bir ishga og'iz yurak so'zini anglaylik. Rahmat barcha ustozlarningki bergan yaxshi taklif fikrlariga, yana bizga shunday yaxshi asarni o'rindashga sharoit yaratib bergan ustozimiz Mavlon Mamatov ustozga chin ko'nglimda rahmatimni aytaman. Bugun men shaxsan o'ylamagan hamda chukitishimni hech kim hamda chukitishni xalab chiqmaydi saniga. Men tushib ketganimga chuqum o'kinmay, mishan tushgandan keyin texmo tirishib, bir ishlar bo'lsa Mavlon Kamlo bilan aloqa qilishib, bundan keyingi san'at hayotimni texmo davomlashtiraman. Shu munosabatda ota-onamga, undan keyin idoramniki rahbarlarimga, xizmatdoshlarimga, meni qo'llagan barcha qarindoshlarimga chin ko'nglimdan rahmatimni aytaman. Ustoz, sizga ko'p rahmat. Bizga xo'shlashimiz vaqtincha. İnsan degan hamon nima? Biz ko'klaymiz shunga g'am yema. Akama qo'saq bek ichib ketdi ama buyurtgan kaboblar qattiq chiqmadi. Yo'q, qachonlos qo'saqning g'alabasini qildi ekansan. Menga pastga tushib ochib kirib, Al-Nurining quvvatnalarini ag'ash yeb turli. Jura. Bizning musobaqamizga qatnashib, natijaga erishadigan mayirlarimizga ajoyib katta ko'ngil sovg'alarimiz bor. Birinchi bo'lgan mayirimizni bo'lsa, Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Onun başqa ikinci bo'lgan mayirni Şinjan Aylık Naz Guroyi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü bo'lgan mayirni Şinjan Al-Nuri Yezigilik Fan Texnika Taraqqiyot Chekli sherikti 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Dördüncü bo'lgan mayirni bo'lsa Şinjan Qaydo Yemeklik Cheklik mas'uliyat sherikti 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta bu mukofotlarga erishishmi hargiz oson emas. Shunlashqa mayirlarimizning boshdan oxiri g'ayrat qilib, eng yaxshi natijalarni qo'lga keltirishiga tilakdoshlik bildiramiz. Bizning tartib gruppasining navbatda sahnaga chiqilgan ikki mahiri Adiljon Mollamat bilan Muzaffar Ubul. Bularning aytadigan naqshi Shadri degan naqsh. Bularlar yaxshi naqshchi bo'lib qolmasdan yaxshi muzikant. Agar shu sahanda chep turib aytamiz deydigan mundaq niyatlaringlar bo'lsa, bizga vaqtida bildirsizlar. Biz ansambl bilan qilgan repetitsiya gitarga, sizlar chalgan gitarga urun qo'yib turib repetitsiya qilamiz. Ondan qag'a ishlarni o'rtaq repetitsiya kirgan vaqtda birlikda o'ynaymiz. Anladın en beşini başlaganda Snapper 怎样在你转过身以后装作无所谓 Mamlakatimizda ta'sir doirasi nihoyat zo'r bo'lgan Wang Feng ustozniki Shadri degan naqshni topshiriq qilib bergan. Biz bugun bu naqshni sahnada eng yaxshi holatda joriy qildirishga tirishimiz. Jayo. Muzaffar Ubul bilan yaxshi o'rindashtirishman, uni o'tishga tirishiman. Ximiylik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz ham ashyodan xali, ozuqqa kuyishdan xali, Al-Nuri 5 dan xali, yeshil organik unchiligi mayirlarga omad tilaydi.
想我还是学不会，怎样在你转过身以后，装作无所谓。把你当成我的绝对，这个冬天却如此颓废。无边无际的伤悲，站在云端飘摇欲坠，下坠，仿佛可以接上我的心碎。我一天天麻醉，下坠，仿佛可以离开我的沉醉。我一天天回味，却带着泪。如果可以不流泪，不在乎爱的对不对，我想我还是学不会，怎样在你转过身以后，装作无所谓。把爱当成我的绝对，这个冬天才如此颓废。无边无际的伤悲，站在云端飘摇欲坠，下坠，仿佛可以接上我的心碎。我一点点麻醉，下坠，仿佛可以离开你的沉醉。我一点点回味，下坠，仿佛可以接上我的心碎。我一点点麻醉，下坠，仿佛可以离开你的沉醉。我一点点回味，却带着泪。一点点心碎，一点点麻醉，一点点回味，却一点点心碎，却带着泪。一点点麻醉，一点回味，却带着泪，却带着泪。一点点心碎，一点点麻醉，一点点回味，却带着泪。Rahmat. Bu ikki saboqdishimiz nihoyatda kuchli naqshdan birini aytgandi.
naq maydondagi ustozlarimizning sizlar to'g'riliq yaxshi baholarini anglab boqaylik. Aldı bilan Mevlan Ustazga rahmat. Shundaq canlıq muzika icra bilan bizni shundaq söyündürdü, huzurlandırdı. Endi bu ikki o'quvchiga kelgan vaqtida mushtaq bir ansambl bilan udarlarni, ahanglarni to'liq elib aytish oson emas. İkkilaylarninki hamkorligimiz shunday yaxshi bo'ldi. Men shundaq so'yinib o'ltagandim, lekin oxiriga kelganda bu bir vaqirash-chaqirashga aylanib ketdi-ku. Bu san'atlikda mayli yuqori ovoz bo'lsin, mayli o'zimizni fashiya qiladigan yer bo'lsin, hammasi yana badiiylik bo'lishi kerak-ku, yana go'zallik bo'lishi kerak. Eng oxirida vaqirash chaqirish qaylanib ketganda men beyaramlik bo'ldim. Qulog'im shundoq beyaram bo'lib ketdi-ku. Endi ma asarning o'zi kelgan vaqtida asarninki talab qilgan o'lchamga, ovoz tusiga Odiljonning ovoz tusi bek mos kelgandek his qildim. Lekin Muzaffarning ovozi shunchalik pokiz, shunchalik yo'riq, ochiq, yuqori ovozlarni qiynalmaydi ekan-ku. Men endi rasmiy qiynalmayapman. Agar men ikki o'quvchidan birini tanlang desam, mening o'quvchim o'qib qolsam, men qiynalgandekman. Mevlan ustozga shu men shunchalik deyarligidekman. Shundaqdimi siz o'zingizning eng oxirgi tavsiyalaringizni ko'rsatib birsiz? Eng oxirgi tavsiya kelgan vaqtida men yanıla shu estradni naqshi aytishda alohida yangi bo'lgan, xos bo'lgan, xoslikqa ega narsalarni yaxshi ko'rganman. Mevlan ustozga men Odiljon'ni tavsiya qilay. Xo'p, Odiljon'ni tavsiya qildi. Ya qarab turdingmi ya? Avval bu ishkelendan o'rlab chiqqan eng go'zal bir asrga naqshga intayin xursand bo'ldim. Mavlon ma'lum bu ishkelenni yaxshi bir maslashtirib, yaxshi bir asarni topshiribdi. Meningcha bo'lgan chaqda bu ishkelen bu naqshning xarakterini yaxshi yo'ritib berdi. Naqshga tushgan ovoz xarakterini berib, nayt yaxshi yo'ritib berdi. Baya Aygul ma'lum degan so'zga men xatlama. Ya'ni oxirgi bo'lgan vaqtda vaqirash-chaqirash bo'lib ketib qoldi. Agar shu vaqirash-chaqirashni bir oz badiylikka ko'tarib aytgan bo'lsanglar, naqadar go'zal bir naqsh chiqdi. Odiljon garchi naqshininki xarakteriga tushadigan bir ovoz bilan bu naqshga kirgan bo'lsa-mu, lekin Muzaffarning ovozi nayt muqim chiqdi. Suzuklik ichida yana azroq mush naqsh xarakteriga tushadigan bir tutuqliqmi bor, lekin nayt muqim, suzuk, yorqin chiqdi. Shuning uchun endi Odiljonninki aytishiga garchi ovoz tushgan bo'lsa-mu, lekin bir oz kuchsiz, jonsizlik bor, azroq dasimiga yerlari bor. Shuning uchun mening tavsiyalarim Muzaffar. Toshmamat ma'lum. Bo'ldi, nayt chiroyli bir kuyni tayyorlab Mevlan ma'lumning yetakchiligida taqdim etdinglar, intayin xush bo'ldik. Endi mening qarashimcha Odiljon bilan Muzaffar ikkisinikida farq men his qilganim, Odiljon mushu kasb yo'lda mangan yo'llari, tajribasi bir qadar mo'lroqga deb qaradim. Muzaffar elimizga desak, ovoziniki Odiljon qaraganda men ustunlik taraflarini ko'proq bayqadim. Ovozi yo'riq, naqshniki hissiyat urg'ularini aytib joyida o'rindaldi deb qaradim. Mening tavsiyalarim mushu Muzaffar inimning mush ovozi bilan yana mush Mevlan ma'lumning guruhisiga yana davomli xizmat qilsa bo'larmiki deb shu. Demak, hozir Mo'minjon bilan Toshmamat ma'lum Muzaffarni tavsiya qildi ya. Aygul ma'lum Odiljon'ni tavsiya qilyotdi. Endi bizning mushu guruhining orzu yetakchisi sizlarning fikringlarga qarata o'zining ko'z qarashini o'tirib qo'ymoqchi. Bugun Odiljon bilan Muzaffarniki isbotisimi paylayan qarag'ancha shunday yaxshi bo'ldi. Hamma o'zim shaxsan fikrimni desam, bayam o'qituvchilarimiz shunday yaxshi taklif fikrlarni berdi. Odiljonmi yaxshi o'rindada naqshini, lekin endi ovoz tus jihatda ovozniki yuqori tuvanlik ifodalanish sharoit jihatda keyingi musobaqalarda balki Muzaffarga ko'proq muzikalar tushib qolishi mumkin deb o'yladim shaxsan o'zim. Men endi Muzaffarni tavsiya qilman.
Arzu yetakchisining fikri Muzaffar. Shunda bo'lganda hozir sahnadagi 3 o'qituvchining Arzu yetakchisini qo'shgan holda 3 o'qituvchining ma'lumning fikri Muzaffarda. Aygul ma'lumning Odiljonga tavsiya qilgan. 3 ta 1. Endi bunda gap. Bugungi musobaqada balkim ma'lumlarga hayron qoldigan bir ishlar bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni odatda mashqda ifodasi intayin yaxshi o'quvchilar sahnaga chiqib balkim har xil sabablar tufaylidan buni deb jumaymiz endi. Jiddiylashish bo'ldi, kasal sababidan bo'ldi. Endi bu musobaqani ayt rayimsiz narsa. Har xil sabablarni biz bu yerda ko'rsatmaymiz. Ko'rsatsakmi e'tirofga ilinmaydi. Musobaqaga tushgandan keyin cho'qim eng yaxshi holatda tushishimiz kerak. Shu sababdan ba'zi o'quvchilar sizlar dars o'tgan vaqtdagidan nacharroq bo'lib qolishi mumkin, tuyuqsiz. O'ylamagan yerdan, mush bola ojiz degan bolalar kuchli bo'lib qolishi mumkin bu sahnada. Umuman bugungi mush musobaqada butun xalq ko'rayotgan mush musobaqadagi amaliy ahvolni asos qilishimiz kerak. Bugünkini. Odatda yaxshi bo'lishi mumkin, ko'ngillarda ma'lumotlarning san bo'ladi. Lekin eng muhimi dal mush musobaqa o'g'ashqa musobaqada ifodasini asos qilishimiz kerak. Shun o'qituvchilarning bergan fikrlari Muzaffar 3, Odiljon 1. Lekin biz eng oxir qarorni Mavlon ma'lumdan anglaymiz. Nima deymiz aka? Birinchi bosqichda degandingiz. U vaqtda shu naqshini keynimiz qilib o'tirib, anglab yaqqan naqshiga shu bukuldutib urib ekanmiz. Ballar taq oldinglarni ko'rsizlar degandingiz shu vaqtda. Ras. Mana necha vaqtdan buyon ballar bilan yig'ilib, birga repetitsiya qilib, o'zaro o'rganish bo'lib, arliqda rasmiy mundaq ag'i inilik, mushundaq rishtimiz bo'lib qoldi ekan. Shu sizning degan gapingiz oldimizga keldi mana hozir. Hozir mening hozir bayamni yaqimani besib, yengilgan yerga tushib ketilgan ma'ni besib, har bir shu gaplar mayadagi program gruppasining o'yin qoidasini tushuntirib, ma'ni bassang tushib ketadigan gaplarmi mening yuragimni tilga otadi hozir. Kolaning beshiga kelgan kun muzeyning beshiga kelibdi deb mana ras o'tgansiz degantingiz. Men bu qatam ballarni mayli ballarni gruppalash bo'lsin, mayli naqsh tanlash bo'lsin, asosan kimning bu yerda qilib, kimning tushib ketishini o'ylashmadim. Faqat mushu biz gruppalaydigan ikki mahirim bir yaxshi bir asarni olib chiqib, mush chiqishida bir mayli o'ltag'anlarning, mayli ekranda ko'rganlarning bir esida qolgan deganni niyat qildim. Fikrlarim oldi bilan ishqinglarga rahmat. Gruppalash, naqsh taqsim qilish, keyingi mundaq yetakchilik jarayonlarda yaxshi moslashib, eng oxir kelganda bu naqshnimi sahnaga yaxshi olib chiqib berdinglar. Meningcha endi bizning eng muhim, biz eng ko'nglimizni muhim deb qarashga tegishli bo'lgan ish bugungi asrimizning mishaga yaxshi chiqishi. Amisi men birini tanlayman. Xo'p, aka. Oxirgi qaroring? Yana 2 soat, 1 soat. Bulda men buni tanlay. Shunga sening eng oxirgi tanlashing? Mening eng oxirgi tanlashim. Elnuri Yeşil Organik Bunları Devlet Derecelik Ekologiyalik Rayonda Xalqaro ISO süpət ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlanğan 5 tın xali undur. Kimyalik qoşulmadan xali, bulğanğan havadan xali, bulğanğan sudan xali, süpətsiz xom əşyadan xali, ozuqluğu köyüşdən xali Elnuri Yeşil Organik Bunları sağlamlığınız üçündür. Elnuri. İnsan üçün ən bexatar muhabbetlik güzel makan öydür. Muhabbetlik öylə. Dükkan, talla bazar, soda noktaları dal Şinjan'daki çoğ iqtisadi gavda Aylin Az guruhining Aylin ordisi öymülük taraqqiyat çeklik şirketidan keladi. Aylin Az guruhi Aylin ordisi öymülük taraqqiyat çeklik şirketi. Öyümge berip, sandıqni echip, moçanni qo'yib, ko'chani elib, bazaga berib, tartiqni elib, saqlaqanmisin deb tezlikda qaytib, og'izni echib, qani ishim mehmonlar desam, kola bulam shunda bula, deb bo'lib, ajab o'chganday. Kola bulam shunda bula, tartiq kola. Muzaffar Ubul.
Rahmat Malla. Muzaffar unda sen keyingi musobaqada ko'rishayli tayyorlig'ini qilavergin. Adiljonga biz bir minut vaqt beraylik. Mushu munosabatda hamda o'zininki yurak so'zlar bo'lsa, aytgan bo'lsa. Hammalarning bosiga rahmat, hurmatli ustozlar. Menmo rozi bo'ldim bu kimgami. Lekin bu musobaqada yana uttirish bo'lib turdi. Lekin bu yo'ldan qat'iy yong'il bo'lmaydi bu o'zimizning ichidan chiqqan o't. O'zimmo ko'rilda naqsha muzika bilan ijodiyat bilan shug'ullanaman. Mush kasb bilan ketib boraman. Eng oldi bilan mush kasbda kichikimda meni qo'llab, rag'batlantirib, ilhomlantirib qolgan ota-onamga rahmatimni bildiraman. Ondan keyin bundan keyingi hayot yo'llarida, kasb yo'llarida yana uchrashib, hamkorlashib qilishimizni umid qilaman. Xo'p, rahmat. Sog' muvaffaqiyat tilaymiz. İnsan degan hamon nima? Biz ko'klaymiz, shunga g'am yema. Deniz asıl bular aqardı. O'ltirib küsüpsen qo'y yaqilab. Program gruppasidan tortiqchiliklarga ilon ishlagan deb o'tta odam qallamoqshin kelmay. Bu e'lonni ishlab bo'g'ich ichib bo'lay debsa, o tam bezika yoqtirib qoldim. To'ptira. Shuni e'lon qilasak bo'ldi-ku. Bo'lgan ishga ama. Bizning tortiq gruppasining navbatda sahnaga chiqilgan ikki mohiri Saida Qayyum bilan Faxriddin Mammat. Bularning aytadigan naqshisi Need You Now degan naqsha. Sana muhtojman degan naqsha. Sizlarga inglizcha bir naqshni bildik. Bu butun dunyo miqyosida nihoyatda dangliq asli aytquchilardan boshqa nurg'un naqshlar aytgan Need You Now degan naqsha. Yodi bilan tanış diyor now deb tushsizlar kanlar. Just need you now. 12 bilan 13 oraliqida kirgansizlar. Sanab turib mashq qilib olsanglar, uning keyindan sanmay turib ayta olasizlar hamda. Jumov qilaram. Uning keyindan sen akkordda yaxshi asosan, lekin ba'zi turib Saidiyani shun bo'lsa kirib qoldim. Uda qilma. It's a 1:15. I'm all alone and I need you now, yeah. And I said I wasn't cold, but I'm a little drunk and I need you now. Hemşe Bu qitimliq fursatning kamligi o'ng'ay emas, shunlashqa men bu fursatni cho'qim yaxshi qadrlab, eng yaxshi holatimda bu naqshni o'rindashga tirishaman. Gerçi oldingi qitimliq musobaqada tanlanmagan bo'lsam-mu, program gruppasining yana qayta bir qitim shu sahnaga chiqish fursatiga ega bo'ldim. Rayonimizda yemeklik ve tetkik sahasida sarkardilik rol oynayotgan Şinjan Qaydo Yemeklik Çeklik Mesuliyet Şirketi mayırlarga omad tilaydi.
shot of whiskey, can't stop looking at the door. Wish you could sleep in the way you did before. And I wonder if I ever cross your mind. For me it happens all the time. It's a 1:15. I'm on a drink and I need you now. Said I won't take her, but I'm lost, so control and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you now. Whoa, whoa. 'Cause I can't feel nothing at all. It's a 1:15. I'm all alone and I need you now. Yeah, yeah. And I say don't wanna come, but a little drunk and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you now. 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 I just need you Ha, rahmat. Bir jup nima? To'rg'aymi? Sichqonlar bir jup to'rg'ayni chiroyli aytib berdinglar. Bir-biringni qaramay aytib berdinglar bir jup turib. Lekin chiroyli bo'ldi-ya naqsha. Biz ustozlarimizning yaxshi fikrlarini anglab boqaylikmi? Xo'p, Aygul muallim. Hazır hamda mendeki hazırkı toyğu ha. Hamda abiyatdan beri sahnede güçlü qo'shqanlar bek chiqib ketdi-chu. Resmi jang so'qashqashqa hazır manga beklam sus toyğu berdi-chu. Mushu naqshida masalan chiroqlar nima degan go'zal, muzika nima degan jonliq. Ashu biz naqsh aytgan vaqtda faqat bir naqshchi emas, o'rinlovchi bo'lishimiz kerak-chu. Bizniki ko'z ifodamiz bo'lsin, bizning putlarimiz, qo'llarimiz, badanlarimiz hamma narsa mushu muzika bilan birga bo'lishi kerak-chu. U narsim yo'q. Shundoq sus olati bo'lib qoldi. Kechirsizlar, men ishkilanlarni tanlamayman. Kechiringlar. Tavsiya qilinmayman. Baştami? Keyingi qadamga berish uchun biz hamma narsaga mas'ul bo'lishimiz kerak-da. Masalan, Mavlon ustozga mas'ul bo'lamiz, o'sha o'quvchilarga, sahnaga, eng muhimi sahnaga, xalqimizga mas'ul bo'lishimiz kerak. Kechiringlar. Mo'minjon. Mendimi shu tuyg'u bor hamda naqsha Faxriddinga sal qiyin kelib qolgandek tuyuldi, lekin Saidiyami o'zining ortiqchiligini to'liq joriy qildiramay qolgandek his qilib qoldim. Lekin cho'qim birni tavsiya qilib berish kerak bo'lsa, Saidiyani tavsiya qilaman. Mening yuqoridagi ustozlar o'xshashlar agar tavsiya qilish bo'lsa, men o'sha Faxriddin ukamni tavsiya qilaman. Rahmat ustoz. Hozir eng muhimi yana bizning orzu yetakchisi sizlar uchun yaxshi fikrlar bermoqchi. Men oldi bilan Faxriddin inimiz to'g'riliq bir gap qilay. Bu inimiz bilan payliyan qilgan chog'da burma inglizcha naqsha aytmagan ekan, ham bu inglizchiligiga nisbatan bu inimizning tonishi bak cho'nqir emas ekan. Lekin bugungi ifodamda men haqiqatan xush bo'ldim. Shunday tirishqin.
Shunday qisqa vaqtning ichida shunday bir inglizcha naqshini o'rganib, mush holatga kelib aytganing meni ta'sirlandim, qoyil qildirding. Meni demoqchi o'g'lim davomli tirishchanligingni uzib qo'ymagan. Saidiya bo'lsa, ham yaxshi aytdingiz, men Saidiyani tavsiya qilaman. Yetakchi muallim qo'shilib, Saidaga ikki muallim tavsiya beltini berdi. Faxriddin bir tal biletga ega bo'lib qolding, birisi voz kechdi. Lekin qo'rqma, o'zingning ma'lumotga suyun to'llab qolam deyishim deyilmaydi. Gapini anglab baqilma. Men rost gap qilsam, bayamqi naqshlarning orasida bek hayajon bilan zo'qlanib anladim. Qandaydir bular bek alayda nocha aytib o'tgach emas. Ilgirlashni dema bolalarning. Shularning dastlabki vaqtga men kutgan yerdan ilgirlab, hozir men saniga hozirgi holatiga men bek ta'sirini hayajon bilan o'tdim. Chunki men bu ishkalarning ovozini asliga o'zining masalan bularmi Faxriddinning u asli naqsh aytishni asli men butun yo'qotib boshqadan qo'pardim desam bo'ldi. Chunki bu Faxriddin inglizcha naqsh aytmaydi ekan to'q. Ondan Saidami daq jazroq praktik naqshlarni shu ving aytib qilayotgan. Buningmi nurg'un shu o'ziga tashkildigan talablarni qo'yib, mendaq sal portlaydigan narsalarni chiqirdi. Men bugungi mushu sandagi natijasini bek hayajonlandim menchu. Oldidagi naqshlardan o'ta hayajonlandim. Balki nurg'un xatoliklar, nurg'un sabablar bo'lgan bo'lishi mumkin. Nimishqa? Men bu ilgirlashni, bu ikki maysamning ilgirlashini men ko'rdim-chu bugun. Endi men birini tanlamasam bo'lmaydi bu programning qoidasi. Unda bo'lganda eng oxirgi qarorim Bugun kimning taomi o'xshidi? Bir sinab ko'ray. Albatta mening o'xshaydi. Cho'qim mening. Hammasining ajab o'xshab ketibdi. Buningda cho'qim bir gap bor. Qaydo. Vah! Qaydo yurish tetqisi bo'lsa, kimning tamoqqa o'xshamasa, kimni ahmoq qilasizlar? Qaydo tetqisi bo'lsalar, taomlar alomat o'xshaydi. Qaydo yurishlik tetqillari. Elnuri Yeşil Organik Bunları Devlet Derecelik Ekologik Rayonda Xalqaro ISO süpat ölçüm boyunca ön temperaturda pişiqlangan 5 tın xali undur. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, süpatsiz xom eşyadan xali, ozuqluğu ko'yishdan xali Elnuri Yeşil Organik Bunları sağlamlığınız üçündür. Elnuri. Yoshlik faslingizning yorishig'i. Muhabbatlik turmushingizning guvochisi. Ehson to'yliq kostyum burunqilari. Adashmi to'rda qat'iy bir yaxshiroq menda bir tarjima filmi yo'qmi? Qiziq kelsa. Qara, va izlash kino abditali yak izlash abchaqni ko'ra, kunda yangi kinolar chiqadi, uning ustiga ham so'zak, ham to'rsort des. Ketib olmaydi. Voy, men tushuray sen? Tushuray. Aşağı. Ha. Sizlar tushuninglar. Saida, siz bilan kelar qatim musobaqa davomli ko'rishimiz. Siz tayyorligingizni qilavering. Biz hamda Faxriddinga o'zimizning yurak so'zlarimizni dedik, hamma ma'lumotlar yaxshi tilak so'zlarini dedi, seni jinka qildi. Bugungi bayga ham musobaqaning ismi. Shuning oldida cho'qim ma'lumotlar sizlar ayta aytolmaydigan, tashkildigan naqshlarni topshiriq beradigan bosqich bu. Shunga sening bu ifodang to'g'ri bo'libdi, qat'iy yonmay aytibsa, aytganimni yaxshi aytibsa, burun aytib boqmagan naqshni bunchalik natija chiqarishmi oson emas. Endi men ko'rib o'tgan ko'p tomoshabinlar bilmaydi. Men musobaqaning qoidasini, ma'lumotlarning bular qanday talab qo'ydiganligini. Dal shu Faxriddinga o'xshash buningga tushmaydigan naqshni berib beqib, bu uning o'disidan chiqa olamdi, mandaq narsalarni qila olamdi. Kelgusida eng kuchli bolalar bilan musobaqaga tusha olamdi, tushamamdi. Har xil uslubdagi deganni sinaq qildi bu ma'lummi. Shuning bugun sening ifodanglar yaxshi bo'ldi.
bu bir yengilib ketish emas hamda. Bugungi sizlarning bu musobaqa maydoninglar bir kun ya 2 kun ya 1 soat ya bir necha minut. Biz davomli yengilib ketishga tayyorlik bo'lish kerak. Naqshi musobaqa sizlar emas, hayotda. Hayotda biz yengilib ketishga tayyorligimiz bo'lmasa, yengilmay qolamiz. Shu bugungi ifodanglar nihoyat yaxshi. Sizlar bilan biz yana keyin ustoz shogirdlik munosabatimizni davomlashtiramiz demoqchi ustozlar. Sening bir ikki og'iz yurak so'zingni anglasak, mening mushu sahnagani qayta bir qitim chiqib olganim o'zi eng cho'ng g'animat. Mushu meni hamroyim bil naqsh etgan. Mushu men mush naqshini tanlab, ustozim tanlab berib, menga topshiriq bergan taki hozirgacha. Shu menga cho'ng yordam berdi. Mayli tekst jihatda, mavzularga talaffuz ingliz tilida. Mushu biz o'zimning uydagilarga, ustozimga, mushu musiqa teatridagi akalarimga qattiq rahmatimni bildirib olsam, shunaqa men xush. Kelsin bilan xo'shashaylik. İnsan degan hamon nima? Biz ko'klaymiz, shunga g'am yema. Shu naqsh etishdan bilak boshqa vaqtda bir ish qilsam bo'ladi men. Sadaf şirketining Worldstar degan markasiga vakolatchi bo'lib, tijorat qilib pul topsangiz bo'ladi, men shuni qilyapman. Ma'qul. Programmamızda alayda qo'llagan şirketler biz bilan birlikda programmamızga qatnashgan mayırlarga omad tilamoqda. Rayonimizdagi har millat xalq omasining ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat şirkati mayırlarga omad tilaydi. Rayonimizdagi yemak-ichmak, kiyim-kechak, uy-mulk, import mallar savdosi qatorliq jihatlarda oldin qatorda ketayotgan Şinjan Aylin Azgroyi mayırlarga omad tilaydi. Ximiylik qo'shilmadan xoli, bulg'angan havodan xoli, bulg'angan suvdan xoli, sifatsiz xam ashyodan xoli, ozuqlikqa kuyishdan xoli, al nuri 5dan xoli, yeshil organik unchiligi mayırlarga omad tilaydi. Rayonimizda yemeklik va tetutqu sohasida sarkardilik rol o'ynayotgan Şinjan Qaydo yemeklik cheklik mas'uliyat shirkati mayırlarga omad tilaydi. Rayonimizning sog'lomlik, yemeklik, ichimlik texnik sohasidagi boshlamchi korxona Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tartuq yurishlik ko'lalari mayırlarga omad tilaydi. Barliq mayırlarimizning omadlik bo'lishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Grupimizning tuanda maydonga chiqadigan ikki mahiri Abdujabbor bilan Turg'un Hasan. Bularning aytadigan naqshisi Zimistondagi so'ygu degan naqsh. Bu sevgi otları şunda uçtumu, sevgilim menden kaçtımu. Ondan en axirdagi to'xtaydigan yerdagi qilganda Abdujabbor sen shu ikki akkord chiqarib chiroyli qilib to'xtab yo'qolib ketgan qilib narsa qilib sen qila olaysan. Bunda qilaylarda boshqa yerlarda chatoq yo'q bizniki. Yilqi Evdisuağı bu söygü aşağıda. Yaxşı urundashqa tirishib tayyorlik qildik. Ham sahnada eng yaxshi holatimizda shu naqshini yaxshi urundashqa tirishimiz. Bizning tayyorligimiz intayin yaxshi bo'lgan holda, musiqa teatri bilan yaxshi hamkorlashqa, maslashqa holda tayyorlikni yaxshi qildik. Rayonimizning sog'lomlik, yemeklik, ichimlik texnik sohasidagi boshlamchi korxona Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi tartuq yurishlik ko'lalari mayırlarga omad tilaydi. Yazda yakan yağmur mu kar mı? Kar astıda
қалған bahar mı? Yazda yakan yağmur mu kar mı? Qar astıda қалған bahar mı? Sensiz dünya şunçilik tar mı? Armanlarga tuldi yürek. Sensiz dünya şunçilik tar mı? Armanlarga tuldi bu yürek. Bu sevgi otları şunda kıştemu. Sevgimin benden keçtim o. Bu sevgi otları şunda kıştemu. Sevgimin benden keçtim o. Bu dünyada vapa mı ba mı ey? Armanlarga tuldi yürek. Bu dünyada vapa mı ba mı? Armanlarga tuldi bu yürek. Bu yurtlarda nimem var emdi. Seyrayımga kiteyim emdi. Bu şehirde nimem var emdi. Seyrayımga kiteyim emdi. Yarını oyla yüreğim emdi. Armanlarga tuldi yürek. Yarını oylap yüreğim emdi. Dastanlarga tuldi yürek. Bu sevgi otları şunda kıştım o. Sevginim benden keçtim o. Bu sevgi otları şunda kıştım o. Sevginim benden keçtim o. Bu dünyada vapa mı var mı? Armanlarga tuldi yürek. Bu dünyada vapa mı var mı ey? Armanlarga yığlaydı yürek. Acayip çıraylık kıpsılama nakşini tartıktı ki bütün üzü malımla Mevlan başlığıda. Bunun da dağıtı için acayip çıraylık ya. Gezipse, nakşısa.
Sizlar bek chiroyli bir naqshni aytdinglar, ham nihoyatda o'zinglarchi mushundadu balki menga nihoyatda chiroyli aytgandek tuyuldi. Biz oldida ma'lumlarni gapini anglaylik. Zimistondagi So'ygu nomidagi bu naqshni bilan nihoyat chiroyli ustozning yetaklishi bilan yana bir palla bir yangi asosini chiroyli o'rindabdi. Hammamiz huzurlandik. Turg'unjonov kam nihoyat kuchiga asosda naqshlarning agitmir bo'lsin shundoq o'zining ajrini berib astoydillik bilan o'rildi. Abdujabbor inimmo shu o'xshash har ikkilanglardan mayli mening nazarimda bugun qaysinglar shalinib qap qilinglar, ikkilanglar o'xshash darajada nihoyat obdan tayyorlik qilibsizlar ham shuningga ham shu naqshni mushtaq o'rinligidek sizlarda asos bor ekan. Endi ikkilanglardan birini tavsiya qilish bo'lsa, fiklarim men shu Abdujabbor inimni tavsiya qildim. Alloh ma'lumda. Rahmat. Kelgan bu naqshanglar nihoyatda yaxshi naqshan, men o'zim bek yaxshi ko'raman. Bu İbrahim Gan'ınki bu icadiyeti hakikaten yaxshi chiqqan bir icadiyet. Ikkinglar icra qilishda asli icadiyetchininki nolalarga, biroqlarga, demakchi bo'lganlarga indan yaqin holatda ijro qildinglar. Shuning uchun ikkinglarga qoyil bo'lamiz. Ham mening hamda ikkidan birini tavsiya qilish shart bo'lib qolsa, men buningga qo'shilmay chuqum ikkinglarni tang tavsiya qilaman. Agar imkoniyat bo'lib qolsa. Bu mu buldu, lekin birini tavsiya qilsan. Birini tavsiya qilsam deganda Turg'unjonni tavsiya qilaman. Xo'p, hozir ikkala o'quvchimizda ahvol normal. Xuddi shu ustozlar degandek bir-biringlardan qilishqisiz yaxshi aytadigan bolalar ekansizlar. Shunga Aygulninki gapini anglaylar endi. Men bu asarni anglab, Mevlan ustoz o'zining o'ylagan yeriga yetibdi deb o'yladim. Bir mukammal, yaxshi, go'zal asarni vujudga chiqaraman deb ikki kuchlikni yana bir yerga solibdi. Agar masalan bir taraf ojiz, bir taraf kuchli bo'lgan vaqtda yana bir mukammal bir biz huzurlangandek holatga yetolmaydik. Lekin ikkinglar shunda yaxshi o'rniga chiqib biz huzurlandik. Bek so'yindik. Endi abiyatni hozir o'ylaganim nima degan vaqtda Mevlan ustoz agar shu programma gruppasidan agar qo'shilsa mening iltimosim endi mush ikkilaylarni olib qolgan bo'lsak, Abay Hamidjon ukamiz ketib qoldi, shunda yurkim ichdi, raslam ichdi. Ikki ukamizmi sahnaga shunchalik chiroyli yarashibdi. Mushundaq holat kelmak oson emas. Bu san'at degan ajoyib tas, biz degan nurg'un qontar oqquzib, nurg'un jafolar bilan mushtalat kelamiz-ku. Mushu agir to'qay yo'llar jarayonida biz nurg'un tavlanamiz. Mushuning qon tarini oqquzib baqqan, jafosini chekib baqqan odam mushu sahnaga loyiqchu. Endi ojiz odamni akiliblam, "Voy, g'ururim chidamay qoldi, vijonim chidamay qoldi, ko'nglim unmay qoldi" deb ojiz odamni sahnaga chiqib qo'ysak, bu bizning qildigan ishimiz emas-ku. Shuningga mush ikkalaylar shuncha kuchlikkan, shundoq yaxshi bo'lgan. Mening tavsiyalarim mush ikkalaylarni bir olib qolgan bo'lsak. Bu yaxshi. Bo'lmasa cho'ng bir yo'qotish bo'lib qoldi. Yaxshi taklif bo'ldi, lekin siz birini ko'rsatding. Uni Mevlan o'zi o'ylasin. Biri odamni tanlashga to'g'ri kelib qolsa, Abdujabborni. Ma'lumlar biz tushunimiz sizlarni ko'ngillarni shu o'quvchilarmi tushunadi, bizmi tushunimiz. Shunga birini tavsiya qilib bersizlar cho'qim. Endi biz Arzu yetakchi ma'lumining fikrini anglasak, ondan biriga kelamiz. Bugun haqiqatan yaxshi bo'ldi. Endi necha kunki oldidagi paylanlarda Abdujabborniki ifodasim shunday yaxshi. Turg'unjon ukalarda degandek emasdi, lekin bugun haqiqatan ifodangga men shunday xush bo'ldim. Men naqshiga cho'kish, naqshining hissiyotini ifodalash jihatda Turg'unjon mening ko'nglimda hamda Turg'unjon yaxshi ifodalab, tig'imi joyiga olib qildi deb o'ylayman. Shu menga qo'ypasimi Abdulla akasi ikkilisini tavsiya qilgan hamda cho'qim ikkisidan birini tanlash tavsiyasi talabiga asosan aranglarda farq yo'q, asosan farq yo'q. Men shu qoidaga asosan Turg'unjonni tavsiya qilaman. Xo'p, ustozlarning fikrlari asosan o'xshash. Demak, ikkilanlar yaxshi baho beryapti. Nima degan sharaflik bolalar. Yaxshi o'rganibsizlar naqshlarni. Endi mushu ma'lum Mevlan ma'lum bugun mushu gruppadan cho'qim 16 boladan 8 bolani elib qoldigan bo'lg'achqa, mushu har qaysi ustozlarning tavsiyasining foydali taraflaridan
o'zi nima qiladi-da, foydalanadi fikrlardan. Shunga shunday birini tavsiya qilamiz. Hamda o'ziga qo'yib o'tamiz oxirida bu yakunni o'zi chiqirdi, ma'lum sizning fikringizni anglaylik. Aslida hamda selishtirgan narsa emas bu Abdulla akam dedi bayam. Bayam muallimlarmi dedi, hammasi o'zining umidini amaliyotda mening eng yuragim og'riydigan gruppaning birisi mushu. İkkilanlardan ayrılıp qağım yo'q meningcha. Biringlarni tanlab, biringlarni shallab bu yerda bunda programma gruppasi agar bir iltimosimni o'ylashib baqsa, Mavlaga men hozir qaror chiqarmay turgan bo'lsam. Yo'q, men qaror chiqaramadim rasga. Qaror chiqaramiz, lekin seni iltimosingni anglaymiz hozir. İltimasning mazmuni Mavlani men kimning tanlanib, kimning shallanishini bekitmay turish iltimosim bor. Bu iltimosni 1 minut tutib turinglar, ustozlar. Siz xenimga köygende sakal bir tulgul yo'qdi. Mavlanka, mash qilib pek charchab ketdinglar. Shunga tartiqning ko'lasini ag'ash kirgandim. Ishga ishlamay olamsizlar. Hay ukam, bek avar o'psajmo. Tartiqning ko'lasi bu yerdan ba emasmi? Qara balaga. O, hammanglar miraqqansizlar tartiqning ko'lasiga. Oy, albatta ukam. Tartiq ko'lalarning ta'mi bek payzi, uning ustiga yana bir qutib palit qilib emasmi? Telefonlarda izlash borda. Izlash o'z tarjim qilgan kinolar. Torda birdan-bir qo'yish huquqiga ega sarxil programmalar. Tunji yedi bishkoy. Kelar kaydan boshlab kunligi 5 mocha. E'lonsiz, qatmay chiqadi. Izlash kinoxonasi mazmunining taqatqanligi haq berildi juma. Vaa, yani şehrin temel kazan yürüyüşteki yemekliklerimi bakan emasmı? Türleri toluq, rengarenk. Raslı talaşka teklam şehrin, ha? Şehrin tem yürüyüşteki yemeklikleri, raslı bek şehrin. Şehrin tem yürüyüşteki yemeklikleri. Programma gruppasi o'ylashib, Mavlanning hozircha qaror chiqarmay turish iltimosini tasdiqladi. Hozircha sizlar chekinib turinglar. Ya dash. Tushdi yeganda panji xil o'xshabdi juma. Ha. Biz Qaydunning tetikqulari va'da qildi juma ichida. Bunda his qildim-chu men. Qayduna? Ha. Yeni ila ishlayapmiz, ha, deyman. Tuanda sahnaga chiqib bizga naqsh aytib bergan ikki moyirimiz Akram Erkin bilan O'rkash Juma. Bularning aytadigan naqshi bizning davlat tilimizdagi to'yudu degan naqsh. Bu naqshi davlat tilida, lekin ancha-munchalik bizning yerlik firaqqa mayilishib ketgan ancha-muncha bir taraflarim bor. Biz shuni sizlarga mos keldi deb o'yladik. Qag'inam so'z anglab qildi. Qag'indan ishib yaxshi tayyorlik qilib, repetitsiya obdan qilib naq maydonda ko'rishandoq.流浪在你的街头，找一个敲门。流浪在你的街头，找一个敲门的借口。Mesela sen susukça sen birincisi qaraganda o'zgarmoq qilqira. Bir qisqa kapaqamni qanday olsa. 爱就没有什么错与对，管它是绅士还是醉鬼。 Bu qatim men intayin zo'r ishonch bilan ham zo'r tayyorlik bilan keldim. Bu naqsha sal jushqiroq naqsha. Rayonimizdagi har millat xalq omasining ko'z sog'lomligi va go'zallik uchun kuch chiqarayotgan Shinjang Sadaf Sodichaklik mas'uliyat shirkati Mayirlarga omad tilaydi.
明知这不是永恒抚慰，何苦我这么的卑微？无尽的思念把我包围。爱就没有什么错与对，管它是绅士还是尊贵。爱就没有什么错与对，管它是绅士还是尊贵。流浪在你的街头，找一个敲门的借口。我不知道能坚持多久，只等待你会把我赶走。爱你一生无言无怨无悔，绝不奢求你陪我醉。你听不到我的伤悲，我却旁门左别的罪。爱就没有什么错与对，管它是绅士还是尊贵。爱就没有什么错与对，管它是绅士还是尊贵。流浪在你的街头，找一个敲门的借口。我不知道能坚守多久，只等待你会把我赶走。爱你一生无言无怨无悔，绝不奢求你陪我醉。你听不到我的伤悲，我却旁门左别的罪。爱就没有什么错与对，管它是绅士还是尊贵。爱就没有什么错与对，管它是绅士还是尊贵。Rahmat ikki o'z o'quvchimizning chiroyli naqshisiga Udulla mushu ustozlarning baholarini anglaylik. Örkeş bilen Ekrem inimiz Mevlam malum tapşırgan bu tapşırıqni nəhayət yaxşı uğurlab bədi. Bunun da Örkeş'nin avazının kirişi yeni tüs əkribdi. İntayın heyecanlandım. Örkeş'nin Jeep Saykin üslubidagi avazıqımı nəhayət yaxşı çıpdı. Ekremcan inimizmi nəhayət tirişib yaxşı uğurladı. Lekin Ekremcan inimə berdiğan bir pikirim naqşı uğurlab atqan vaqtda xuddi shu bir nimadan xapalab qolgandek holat tudingiz-chi siz. Xapagan holatda mush kayfiyatingizni chiqarib aytgan bo'lsangiz, yo'riq holatda ko'ngil ko'ksingizni kangri tutib, mayli nim bo'lsa men bugun mush naqshini yaxshi o'rilasam bo'ldi degan hissiyatda o'rilgan bo'lsangiz, sahnaga chiqqandek hissiyatda nəhayət yaxshi bo'ladi. Texmi yaxshi julalandingizda. Shunga mening tavsiyalarim Örkeş. Hop. Hop qilmag'asa bir ish to'g'riliq. Onda olsa bo'ldi. Ekremcan inimiz bilan Örkeş nəhayət yaxşı bir kayfiyatda bir naqsh ato qildi bizga. Örkeşning ovozini men jumladan shaxsan o'zim bek yoqtirdim. Başta ifademni ochiqroq bildirib o'tay. Ekrem ukamni nəhayət obda urildi. Ekrem ukamga tex oldidan yana ko'p fursatlar bor. Ham tex hozir bu ishkalarning kimninki qap qilishi, tanlanishi bizga qarang'u. Hamda bizning shaxsiy ko'z qarashimiz o'zimizniki
Sizlarning bizga ma'lum ko'rsatgan ta'siringlar bilan biz azdir ko'pdir bir maslahatchilikda bo'layapmiz. Meningki Mavlam ma'lumga tavsiyarim shu o'rkash inimni tavsiya qilaman. Hop, ikki muallim o'rkashni tavsiya qildi. Aygul muallim Örkeşninki şu ovozdanlam, şu sahnada turishidinlam qanchalik tajribalik, qancha ko'p sahnalarni ko'rganligi mana madabla chiqib turdi. Hamda tajriba shu amaliyot orqali keladi. Akram ukam sizmo shunday yaxshi boshladingiz. Oxirgacha ish qilib davomli yana ko'p sahnalarga chiqib, ko'p mashqlarni qilgandan keyin cho'qim yana sizmi tajribalik naqshchiga aylana olasiz. Mening Mavlon ustozga tavsiyarim Örkesh. hop, 3 muallim o'rkashni tavsiya qildi. Hamda arzu yetakchisining hal qilg'ich fikrini anglaymiz. Ben qisqalik qilay gapni. Ben Örkeşni tavsiya qilay. Hop. Mavlon muallim, o'zingiz qanday o'ylaysiz? Bu inilerim bilen xili vaqtdan buyon naqsh tanlash, shu qolgan maslahatlarni qilishish repetitsiya jarayonida men shu Akramdan bek ta'sirlandim. Endi Örkesh bayam dedik, jiqsani ko'rgan bir endi saniga pishqan, o'zim shu kasb bilan shug'ullangan bir san'atkor. Akrammo bir shu naqshini Örkesh bilan aytib bir yerlerini bir mındaq süpütünü çöretmegen aletde eğitip berdi bu naqşınço. İş qilib men kütkeneden jiq tirishib berdi. Endi aşında bulduk ya qira. Biz grupimizning keyingi natijasi mush programmaning umumiy süpütü uchun endi tanlab qoldik ekanmiz. Lekin men buningdagi bizning ishlarimiz bayanmi dedik. Bizning ishlarimiz tugamaydi. Hamkorligimiz davomlashadi. Onun ustiga biz bir yerda mening tanlashim Yipek yolida yangragan xush ovoz qalbimni larziga selib, uni tanlashimga turtki bol. Men meni tanlash supsiga sahib qilgan mo'tivarni tanladim. Mening tanlashim yemeli mo'tivar. Mo'tivar kiyimlari. Kolaning muzi qangan vaqti, dal sizning tortiq kolani seg'ingan vaqtingiz. Abdukerim-ku. Qanitlik va qanitsiz tortiq yurishlik kolalari. Va, ma bo'lga ya. Örkeş. Xo'p, biz hamda Akram to'g'riliq nayti yaxshi fikrlarni angladik ma'lumdan. Bundaq ma davlat tilidagi naqshlarni aytib vaqmabdik burun. Uning ustiga mushu naqshining sal surati tezroq. Davlat tilida aytmoq sal mushkulroq. Chaqqanroq gap qilmasa bo'lmaydigan bo'lgandan biroq xili cho'ng teoriyam bo'libdi bu yigitga. Menimcha bu nayti o'zininki bo'lingan ovoziga bek mas'ul bo'lib aytdi, nayti chiqdi. Balkim Mo'minjonning degan to'g'ri bu qopig'ining turilishi osh ishni chataq chiqarib qo'ymaydi. Nayti astoydil dumsa, burun qilib boqmagan bir ishni qilyotdi bu hozir. Shu sababdan qo'y deyman. Bek berilib ketgan. Hissiyat qilib kirgitib qoldi ya. Shuning bilan shunday. Bu inimga yana bir fursatlarni beraylik Mavlon. Yana o'zimizning xizmat jarayonida, yana bir o'yin jarayonida fursatlarni berib o'zaro bir-birimizga yordam qiladigan taraflarimiz bo'lsa, yordam qilib, bak yaxshi odam deding emasmi sen buni? Men bu mana chiroyini ikki qatim bo'ldi, seni ko'ryapman, samimiy chiroy. Ammo sen deding bu nayti yaxshi bola ekan deb. Bizga yana odam kerak. Odimiylik kerak. Shunga fikrim. Mayli qaysi kasbning ahli bo'lishimizdan qat'iy nazar oldida yaxshi odam bo'lmoq kerak. Ma'lumning bugun sana bergan eng cho'ng bahosi yaxshi odam bu. Sening bir ishga qiz yurak so'zlaringni anglasak bo'lamda? Shu ikkinchi aylan musobaqa boshlanishdan burun shu Örkesh kampida asosan kunda bilishdik. Tamoqlarimiz ham narsa bilib. Men bu o'zaro fikr almashtirib va Örkesh kam bilan hali mush kasbiy jihatlarda hali yaxshi bir narsalarni o'rganib oldim. Eng muhimi kasbdosh yaxshi akadem bilan tutib oldim. Uydagilarimga rahmat aytaman, opam dadamga, urug' tuqqanlarimga, do'st birodarlarimga,
yaxshi narsalarni qo'lga keltirishga tirishman. Rahmat. Kela. İnsan degan hamon nima biz ko'klaymiz shunga g'am yema. Ekrem, man yarışırgan bir xil kostyum tapanmayotmaman. O bedeninge kostyum patamı sana. Va bek yarıştı, tapanmayotmamasmi? Mötüver var ya, mötüver. Her qanday kostyum var. Rasma? Ha? Va jura baraylamsa? Endi sahnaga chiqib, ustozlar uchun naqsha aytib beradigan mahirlarimiz İmran Batur bilan Qaysar Davud. Bularning aytadigan naqshining ismi Judolik degan naqsh. Qaysar, İmran, Asqar akanlar bilan ishqinlar avatgan naqshlarni angladik. Sizlarning shu ovoz tusinglarni naqqamaysiz avatgan naqshlarni bu bolalarning qanday naqsh aytqisi bordi deganga bir javob topishga urindik. Öldü bağrım, bağrım, Manda esan bulduk ra. Bir sen edin o gül nigar. Bir sen edin o gül nigar. Kıldı canandı juda. Gerçi İmran mening yaqin do'stim bo'lsa, men cho'qim uni tutishga tirishaman. Qaysar ikkimiz odatda yaqin og'ayni bo'lsakmi, lekin bu sahnada biz yanıla raqib. Shunga Qaysarni yengib chiqish uchun tirishaman. Rayonimizga yemek-içmek, kiyim-kechak, öy-mülk, import mallar so'z qatorliq jihatlarda oldin qatorda ketayotgan Xinjiang Aylin Az guruhi mayirlarga omad tilaydi. Ayrılış ahir kilip kıyıldı bağrımdan juda. Ayrılış ahir kilip kıyıldı bağrımdan juda. Sen edin bu gülnigar. Talim tatürke kıldı canandı hem juda. Talim tatürke kıldı canandı.
Aytqana men bilmedim, aytqana men bilmedim. Razimen qilsang agar qadri jonimdan juda. Razimen qilsang agar qadri jonimdan juda. Rahmet. Bu iki mas'uliyatchan astoydil inimizning naqshini anglab. Bu sening naqshlarning naqshidagi bir oz sal murakkabroq melodiyalik naqshi-ku. Yaxshi aytdinglar fikrlarim. Biz hamisi ustozlarimizning fikrini anglaylik. Mening amda o'ylaganimda Mevlan ustoz aqchan sizlarga inoqlam talab qo'ydi. Shu o'rinlash jihatdagi bo'lib ovozlarni chulik qilish jihatdan sal egizpaslik bek chiqchu. Masalan, qildi juda deb bunda alsak, chen chang deymiz-chu. Yumshoqdan asta kuchlikka qarab mangdi deymiz. Biroqlar yumshoqdan tang'adlam yuqoriga tang chiqib-o'tadi-chu. Shundan keyin tövendan yuqoriga chiqishga bir ulanish bo'lish kerak-da. Andan keyin chayin degan narsa bor-chu, bizning ovoz narsa. Juda bu ovozlarni titrish-chu. Quruqroq chiqqandan shu titrash bekroq ko'proq bo'lsa, ananda nafasni yaxshi ishlay oladi, ham sizlar rohat eta olasizlar-chu, ham bizga ta'sir qildi. Bizga ta'sir qilg'izdigan narsa shu chayin, vibrato. Shu narsaga bekroq diqqat qilgan bo'lsanglar. Aqchan aniqlan Mevlam malim sizlarga talab qildi. Men sendamda shuni chiqmoq tasda. Endi mening tavsiyarimga kelsak, Qaysar Davud. Bu Fukam sahnaga chiqib, nihoyat bir jiddiylikning ichida boshlab qoldi. Shu ekranda ko'rib turibman. Naqshining xeyli bir yerlarga borganda, aran o'zini topganda naqsh oyoqlashib qoldi. Biroq bor kuchinglar bilan o'zinglarning o'rindalaydigan saviyalarga chiqma deb tirishib turib o'rindadinglar. Endi tavsiya qilish bo'lsa, men shu Imron Boturov ukamni ma'lumotga tavsiya qilaman. Qaysar bilan Imron birdan muallimning tavsiyasiga erishdi, tavsiya qilishiga. Endi Qaysar Davud inim bilan Imron Botur inim ikkalan biri mashq ko'p bo'lmagan. Yana biri bu ikkalanninki naqsha aytish uslubiga ya bundan burun aytib boqmaganmaqanda bu xarakterni, bu naqshadagi asli xarakterni yuritib berami darish kelalindi. Meningcha shundaroq bo'ldi deb o'ylayman. Masalan, Imron inimiz oldin qadim o'zining uslubidagi xarakterlik naqshini o'ynatib o'tganda, hozirgacha esimda. Qaysar inimmi shunda bek yaxshi o'rlab kelgan. Hamda bugun naqshininki o'zininki xarakterga tushmaslik sababimdan bular o'z rolini to'liq yaxshi joriy qildiramadi. Lekin mening tavsiyarim Qaysar Davud. Rahmat mo'min. Xo'p, Qaysar o'zi ikki muallimning tavsiyasiga Imron bir muallim tavsiyasiga erishdi. Biz yanıla bu gapning oyig'ini shu orzu yetakchisiga qo'yamiz. Endi bu ikki inimizniki farq alaydi cho'ng emas. Qaysini tanlashga to'g'ri kelib qolsa, men endi
ovoz jihatda keyingi ilyushin narsalarni qilishga to'g'ri kelib qolsa shu imron inimizga bir narsalarni qilib boqsa bo'lib qolarmiki degan tavsiya bilan imron inimizni tavsiya qilaman. Yaxshi fikrlar bo'ldi, inlarim. Hamda shu ma'lumlarning degan fikrlarning sizlarning foydalanishinglar uchun-da. Ma naqsha bularning yeshig'i nisbatan sal cho'ng bo'lishi mumkin. Melodiya murakkabroq hamda sakraydigan orliqlari cho'ngroq melodiyani yozilsa murakkab yozilgan. Buningga balkim yeshi kichik kelgan bo'lishi mumkin. Men ashta o'yladim. Lekin mush balla butun zehni bilan aytib chiqdi-ku bu naqshni. Butun zehnini qo'yib aytyotdi. Mavlan o'zing qanday baholaysan? Naqshi menga o'zining naqshlarini avatinglar, o'zinglarning naqshlarini avatinglar. Men bir ovoz tusinglarni, ovozra alaylikinglarni, ovoz rayoninglarni bilay. Bir egallay uslubinglarni deb qilgan vaqtda o'zlari aytgan naqsim yaxshi ekan. Ana keyindan hamda repetis mashq jarayonidami jiqroq yetakildim ishqinglarni. Tirishtinglar lekin. Tirishdi. İkilisi mayli pozitsiya bo'lsin, mayli boshqa taraflar bo'lsin, mayli tirishchilik bo'lsin, hammasi yaxshi. Menma shu hozir sizning deganingizni sal to'g'ri topdim. Yeshig'i nisbatan hamda ma'noqshi sal murakkab ketib qolganday qilamdi nima debchi. Lekin bularni tirishdi yaxshi. Yo'q, rost tirishchilik o'stibdi. Hamda ma'lumning o'zininki o'ylagan nimasi bor. Sizlarning o'zinglar pishiq aytalaydigan naqshlar bo'lishi mumkin. Oddiy naqshlar bo'lishi mumkin sizlarga ba'zi bo'ldigan. Lekin mushundoq bu endi sinoq emasmi? Ma'lum nima topshirsa, shuni to'liq talto'kis shu voyaga yetkazib ijro qilishga tirishimiz endi bu yerda. Shu jarayonda bir narsa o'rganamiz. Sizlar manda naqshlarni aytolmayotganman deb ketaversanglar ketaversizlar emasmi? Shunga mushu mashq jarayonida har xil qiyinlik nuqtasi bor naqshlarni o'rganganimiz yaxshi-ku. Shuning uchun balki ma'lumlar shunday topshirdi ba'zi topshiriqlarni. Lekin umuman yaxshi, zo'r tirishchilik ko'rsatibdi. Tirishchiligingizga rahmat inlarim. Jiq tirishpadinglar. Garchi men degan yerga endi apirib bo'lmagan bo'lsaqmi bu naqshni. Ondan mening shu programma gruppasi qo'ydigan kichikkina iltimosimning oxirgi yerimi qoidaga tushamdi yoki qoidani ozroq o'zgartirib bo'lamdi. Qanday qilamiz? Menga bayamqi 2 mayirimni sahnaga chiqib bersa agar ijozat bo'lsa, mushu qolgan ustozlar men uchun 2 mayir tanlab bersin 4 ning ichidan. Buni sal o'ylanishga tegishli murakkab iltimos bo'lib qoldi bu. 1 minut vaqt beringlar bo'lsa. Yuqorida ko'rmalarimizga ayon bo'lganidek bizning 2 nafar mayirimiz o'zlarining qaltis mahoratini namoyon qilgandan keyin ustoz ishkilanish ilkida ularga qayta bir fursat berishni to'g'ri topgan edi. Orqadan bizning qolgan mayirlarimiz o'zining keskin mahoratini sahnamizda namoyon qildi. Undaqda bu 4 nafar mayirimizning orasidan zodi qaysilar qilib, qaysilar shalinib ketadigandir. Biz betoqatlik ilkida javobini birlikda kutaylik. Agarda bizning suyumli ustozimiz Mavlon muallim qaror chiqarishga ojizlik qilib qolgan bo'lsa va yoki kimni tanlashni bilmay qolgan bo'lsa, albatta bizning qolgan ustozlarimiz yana hamroh bo'lib, to'g'ri qaror chiqarishiga yordam bersak tamoman bo'ladi. Mayillarimiz hammasi eng barliq kuch bilan tirishdi, xizmatlarga, o'rganishlarga, hamda yetaklashlarga intayin yaxshi moslashdi. Ba'zi mayillarimizning ifodasi biz kutgandikidan yaxshi bo'lib ketgan, ba'zi mayillarimiz biz kutgan yetamagan ahvollar bor. Ana keyin bu sahnadimi yana sahnadagi ifodasimi, o repetitsiya jarayonidagi ifodasidan yana farqli. Undaqda bugungi bularning ifodasi repetitsiya jarayonidagi bilan o'xshashroq bo'ldimi yo farq pek zo'r bo'lib ketdimi? Albatta farq bor. Hamda osmon zamin emas. Shunga bizning bu o'ltagan hurmatli ustozlarimiz menga yordamlashib 4 mayirimizning oldida bir o'ylaganlarni deb baqsa degan bir iltimosim bor. Mavla efendimning mush iltimosi tasdiqlangandan boshlab, bundan keyin mushu 2 bosqichlik imtihon har qaysi har bir guruhda shundaq bir fursat. Mush belgilanib ketadi, juma esinglarda bo'lsin.
Mevlan sungan muş iltimas tasdiqlangandan keyin biz çoqum boshqa ma'lumotlarga Mushundaq bir imtiyoz bo'ladi. Bir o'rinni bermasak bo'lmaydi. Xo'sh, undaqda Tartuq gruppasidan boshqa bo'lgan Sadaf gruppasi, Aylanaz gruppasi, Elnuri gruppasi, Qaydu gruppasidagi ustozlar bugun 4 nafar mahirimiz hozir bir vaqtda sahnada turyotdi. Bu bir favqulodda tanlash bosqichi bo'lib qoldi. Ya'ni Mavlon apandimning qo'lidagi bir qatimliq alayda tanlash fursati hozir naq maydonimizda namoyon bo'lyotdi. Undaqda ustozlarimizning bugun mushu 4 nafar mahirimizga nisbatan tavsiya qilganlari kimlar bo'ldi ekan? Mening sol tarafimdagi bu qaltis qamlashgan yigitlarning bugungi mahoratiga bilet tashlaydigan ustozlarimiz qo'linglarni ko'tarib baqsanglar, ko'rib baqayli. Pax. Ta'tirsanaq 5 4 3 2 1. Javobi ayon bo'ldi. O'ng tarafimdagi bilet tashlaydigan ustozlar qo'linglarni bir ko'tarib baqsanglar. Rahmat. 1 2 3 4. Abdulla ustozjo. Ben o... ben bu tartıqni içip oturab turay. Demek hozirgi natija nihoyatda aydın oldu. Abdulla ustozning hozirgi kayfiyatga nisbatan qanday bir tuyg'ular bor ekan? Demakchi bo'lganlarni so'zlitib yurgandan mushu usulumuna to'g'ri bo'ldi, o'zining ifodasini bildirib bo'ldi hozir. Xo'sh, biroq eng oxirgi qarorni chiqarguvchi meningcha yanilam Mevlana efendim, yani öz ağızdan, yani Tartuq gruppasının özünün kararını şu grubunun sahipxanıdan bir anlap bakaylı. Bu meydanda şallanğanlıq məğlubiyyət emas. Şallanğanlığı deydiğim. Hazır təsəlli basqıça girdik. Bu grubu əmdi bu meydanda tallanğanlıq muvaffəqiyyətinin ən axırғы basqıçı emas valla. Muşundaq bəzi işlər bilən biz grubumuzni küçlük qılmasaq olmaydı. Bu İpek Yolu sadası 4-cü qararına təxim rəngdar, təxim yaxşı qılmasaq olmaydı. Şuna Aylanaz kütünüş mərkəzini biləmsiz? Faqat 98 yuan töləbla 500 yuan qiymətiga katta nafga erişəlaysiz. Aylanaz kütünüş mərkəzi tuz öydə hordinish, yerim bədanlik uvulash, yerim bədanlik lonqu qoyuş, teri asrash, baliyatqı asrash qatarlıq türlərinin həmmisindən faqat 98 yuan bilan bəhrlanish faoliyatini yo'lga qo'ydi. Fursat g'animat. Adres Ürüm shahri G'alibiyat yo'li 267-numur. Vaa, yani şehrin tem yel kazan yürüyüşteki yemekliklerimi baken emesmi? Türleri toluq, rengarenk. Raslı talaşka teklem şehrin ha? Şehrin tem yürüyüşteki yemeklikleri raslı bek şehrin. Şehrin tem yürüyüşteki yemeklikleri. Taşkın demek vücudumga kuch kuvvet. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangısı. Taşkın Aksıl Talqalları. Abdujabbar bilan Turg'un. Mübarek olsun. Bu müşunda bir uyan, bir külke, bir çaqchaq bilan tugusun balalarım. Sizlarga men bek amroq oldum. Yeshinglar kichikka. Ustoz müşunda bir qiyin naqshini o'disidan chiqalamdi, chiqamamdi bular deb bergan naqshini aytdi. Kuchinglar yetishcha yaxshi o'rildinglar. Mevlon Nayt yaxshi ma'lum. Bundan keyin sizlarni mavu guruhida ayg'ida ma boshqa ma'lumlarning musobaqasi o'g'ashqa o'zaro sizlar tushadigan. Sizlar buni to'g'ri tushunsizlar. Balkim biz sal ojiz gap qilishimiz mumkin deb tushuninglar. Hergiz Mevlonning guruhidan qolib qoldik biz deb o'ylamanglar. Bu yigit gipida turadigan yigit ko'rdingizmi? Men cho'qim yo'diydi chalama degan mishat kech kunduz mushu og'inli bilan hamkor qilib yurib yo'diyni chiqdi qanday japotasim. Şunun o'xshash silni tashib etmaydi. Va'dasi va'da. Uningga menmo yestaşlik qilma. Qachonda meni yanimga kelib, aka bizga menda bir narsang lozim deya, yordaming kerak desa, mush bolalarning hech qaysisi sizlarni unutqolmaydi. Ma'qulmi? Rahmat ma'lum. Bizga bir ma'lumga yoki ota-onalar deydigan gapinglar bormi? Tunjoylarımızdan tanlanğandan tatib 2-ci aylanmağa kepdim. İmran mening burundan tatib tunishimiz jo'sh kelgan maktabdashi qag'inem. Mevlon ma'lumning guruhiga kirdik. Kirib Mevlon ma'lumi bek kuchli bizga. Buningdan burun bundan naqshini iliq emaslan bizning o'zimizga tushadigan hamda uslub lekin naqshni aytib baxmagan lekin kinosini ko'rgancha bu naqshni men. Shuning bilan bergandiki o'zim bek xush bo'ldim. Mushta bir yaxshi naqshni bergandan keyin chuqur yaxshi aytaychi deb.
Balkim muallimimninki kutgan umidini yerda qo'ygan bo'lishim mumkin. Lekin o'kinmayman. Musharliqda yo'ldagi akalarim bilan, Mevlam muallim bilan, Asqar Kamla bilan tanışib oldik. Men texi yosh. Uning ustiga bundan keyin mening yo'l san'at hayotim bu yer bilan to'xtab qolmaydi. Ondan keyin yaqindan qo'lga ota-onam, savodoshlarim muallimimga hammanglarga ko'p rahmat javob chekdim. Mening deydiganim, men deydiganni asos jihatdan deb bo'ldi. Hamda eng muhimi shu meni yetaklagan ustozimga rahmatimni bildirib olsam, andan keyin meni shu vaqt qo'llab, quvvatlab kelgan ota-onalarimga, urug' tuqqanlarimga, do'st birodarlarimga rahmatimni bildirib olsam, rahmat sizlarga. Rahmat, bolalarim rahmat. Kelinglar. Biz sizlar uchun yana boshqa fursatlarni hozirlashtirishimiz ma'lum bilan. İnsan degan hamon nima? Biz ko'klaymiz shunga g'ayma. İnsan degan hamon nima? Biz ko'klaymiz shunga g'ayma. Bizning guruhdagi bolalarni bir mehmon qilaylik degandim. Yaxshi o'ylabsa, undascha-da tam o'xshaydigan Aynaz Guroyining Plant muzikalik restoraniga qilib mehmon qilmamsa. Hammayli, ashtaqillik. Bizning musobaqamizga qatnashib natijaga erishadigan mayirlarimizga ajoyib katta ko'ngil sovg'alarimiz bor. Birinchi bo'lgan mayirimiz bo'lsa Şinjan Sadaf Sodichaklik mas'uliyat sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Onun başqa ikinci bo'lgan mayirni Şinjan Aynaz Guroyi 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü bo'lgan mayirni Şinjan Elnuri Yezigilik Fan Texnika Taraqqiyot Cheklik sherikti 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Dördüncü bo'lgan mayirni bo'lsa Şinjan Qaydo Yemeklik Cheklik mas'uliyat sherikti 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta bu mukofotlarga erishishmi hargiz oson emas. Shuningdek mayirlarimizning boshdan oxiri g'ayrat qilib, eng yaxshi natijalarni qo'lga keltirishiga tilakdoshlik bildiramiz. Bizning tartib gruppasining eng oxirida sahnaga chiqadigan ikki mahirimiz İzhar Muxtar bilan Aliya G'upur. Bularning aytadigan naqshisining ismi Güzel Dünya. Chiqinglar yaxshi aytib ketalasizlar deb o'ylayman. Unda sizlarmi yaxshi mashq qilib qo'ysanglar oldi bilan ansambl bilan repetitsiyaga tushimiz oldimizda. Shu naqshiniki o'rinlashtirishlari bo'yicha bir yaxshi baylan qilib baqsaq, qolgani naq maydonda o'zinglarningki barliq kuchinglarni chiqarib bir yaxshi bir asarni qoldirib qo'ysak degan umidimiz. Muhabbet yolunu içimizden Muhabbet yolunu içimizden Şunu lık bıraksa amrak koy bırakka. Köngülge nur ziya tarattın dünya Bu güzel hayatni Yaxshi o'rindab chiqish uchun tayyor bo'ldik. Cho'qim yaxshi o'rindab chiqishga tirishamiz. Sahnaga chiqqandan keyin arshikilimiz o'zimizning ortiqchiligi bo'yicha bu naqshni texim yaxshi o'rinlashga ishonchim bor. Ximilik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz ham ashyodan xali, ozuqqa kuyishdan xali, al nuri 5 dan xali, yeshil organik unchiligi mayirlarga omad tilaydi.
hayatni yarattın dünya Köngülge nur ziya tarattın dünya Bu güzel hayatni yarattın dünya Köngülge nur ziya tarattın dünya Düşürdü tumurda ümmet kalbi Bizni güzel menzilge karattın dünya Aynı kim etekte yapalaydıken Gaziller bağrını küydürdün dünya Aynı kim idekte yapalaydıken Reziller bağrını küydürdün dünya Muhabbet yanırdı çiğnemde İnsan niye insanga süydürdüm dünya Acızlar boynini sımaydı emdi Kalbini kuvvetke doldurdun dünya Ay güzel dünya Acızlar boynini kısmaydı emdi Kalbini kuvvetke doldurdun dünya İnsanlığın kadrini unutup ana Gülmeyen yıllarını güldürdün dünya İnsanlığın kadrini unutup ana Gülmeyen yıllarını güldürdün dünya Gülmeyen dıllanı güldürdün dünya Güzel dünya degan güçlük etip etdinglar. Akkordlarni yezib beribsa? Başqacha. Endi muzikantlarmi yaxshi chap qo'ydingizlar. Rahmat. Rahmat. Ma'lumlarning yaxshi bayonlarini anglab baqilma valla. Aliya bilan Izhar o'zining uslubidagi naqsha berilibdi, topshiriq qilib berilibdi. Menimcha bo'lgan chaqda bu ikkilan nihoyatda yaxshi o'rnadi. Ammo bizning oldingi Mavlon ma'lumniki oldingi nomerlardagi
Yürekni oyuntadigan hissiyatlarni men his qilolmay qoldim. Lekin shunda bo'lsa-mu, bulardan birini tanlashimiz kerak. Meningcha bo'lgan chaqda Aliyani tavsiya qilaman. Nayt chiroyli o'rindadinglar. Ammo bir qiz bir o'g'ilga mandaq yuqori saviya talab qiladigan naqshlarni o'rinlashtirishmi xeyli bir qiyin ahvolga uchraydi. Ammo mayli izhor bo'lsin, Aliya singlimiz bo'lsin, eng yaxshi o'zining aloyidligini bugun namoyanda qildi. Aliyaning buni oldingi sonda birinchi qarorda aytgan kucha xalq naqshlarini aytgan to'ng'izg'u deymizmi? Mana shunday yarg'an o ovozi. Bugunmi mana naqshida Aliyaning mana ta'sir ko'rsatgan taraflar bo'ldi. Shuningga men Aliya singlimni tavsiya qilaman. Abay menjan malımı dep ötdi, ilqi jürkümge sel tegmey qaldı dep. Endi bu ilqi ansambl bilan naqshchining o'rtasidagi hamkorlik bo'lganlik uchun naqshchi aytib atgan vaqtda ansambl darhallam tenkesh holatiga o'tib olgan bo'lsa, endi naqshchi to'xtagan vaqtda ansambl darhallam o'zininki ilqi yuqori holatdagi mahoratini ko'rsatgan bo'lsa, buningda texmi yaxshi bo'lib ketarkan-to'q. Ansamblmi shunda yaxshi chapadi, ichidagi muzikalarmi shundaq murakkab, akkordlarmi shundaq chiroyli, bak yaxshi bo'ldi. Endi bu ilqi naqshchininki mahoratini, naqshchininki iqtidorini sinaydigan bir ishchu. Ansambl bilan, mundaq orkestr bilan naqsh etish bu xili cho'ng ishchu. Endi buningda biz shu naqshchi xuddi bir yugrak otga o'xshagan bo'lsa, muzika yugrak otni shu tatib turadigan, kontrol qilib turadigan bir narsachu. Izhor ma naqshini endi shu joy-joyiga, endi ovoz garchi tapmagan bo'lsa-mu, lekin joy-joyiga tekkizib aytdi. Afroqlarni shunda yaxshi oldi. Endi Aliyaning ovozimi bo'ladi. Lekin agar yana qizlarga xos bir holatni chiqargan bo'lsa, texmi yaxshi bo'lib ketarkan degan tavsiyalarim bor endi. Men o'qituvchi bo'lgandan keyin amal yo'q, o'sha har bir narsaniki shu mobbingisni, ventisini izlaydigan gapga. Lekin umum jihatdan cho'ng jihatdan yaxshi bo'ldi. Endi bu dunyo go'zal, bu dunyo bek go'zal naqshchi, bu tekstimi shunda isil, ohangmi shundaq chiroyliqchi. Agar sizlarningki hilqi o'rinlash mahoratinglar mushu naqshiga yetalgan bo'lsa, hammamiz hayajonga to'lib içimizden wow, ma bo'lsin deb tanlaydigan bo'lakanmiz-to'q. Tavsiyalarim Aliya. O'sha balalarningki arzu yetakchisi ma'lum bo'lgandan keyin cho'qim sening gaping muhim o'rinda turdi. Bak yaxshi aytdinglar. Men bu xalq ohangidagi naqshlarni hamda raskatni qilsam bak aytolmayman, aytib ketmayman emas, aytolmayman, lekin o'zirini qilma, o'zirini olayman. Hamda izhor kelsak, bu naqshini Aliyadan haqiqatan biroz bo'lsa-mu ichiga kirib turib aytdi. Aliyaning ovozimi shundoq ta'mi bor bir chiroyli ovozga singlimizning ovozi. Hozirgi maydondagi baringlarga nisbatan aytgan chog'da izhorningki biyoshansi sal yaxshiroq deb o'ylayman. Lekin endi meni o'ylaganimda endi Mevlam ma'lumga bir o'zimni shaxsan fikrimni desam, Aliyaninki ovozimi xalq ohangidagi naqshlarni bek chiroyli aytadi ekan. Meningcha bo'lsa, Lushin narsalarni bir sinab boqqan bo'lsa, kelayki sonlarda chuqum bir yaxshi yana o'ylamagan bir asarlar chiqib qolishi mumkin degan tavsiya bilan, shu umid bilan men yana Aliyani tavsiya qilaman. Lekin sen haqiqatan yaxshi aytding enim. Izhorga bu naqsha Nayt yaqin ilqi. Yezilgan vaqtidalarmi shu ilohanglar uslubida yezilgan naqsha bu. Abdurahmon akamning ohangi Nayt chiroyli yozgan katta naqsha. Buni nurg'un odamlar aytdi, turgan kamdan boshlab izhormi chiroyli edi ekan, rost dedim. Shunday yaxshi biz ham ma'lumlar Nayt inchik anglag'achqa yana ufqolidi. Sening qanchalik yaxshi aytayotganliging. Rost yaxshi aytdi ekansan. Bu naqshida chatoq yo'q. Hamda aslanimizning ovozi yaxshikan, o'tganda anladik. Mevlan hamda oxirgi qaror chiqarish huquqini sana beraylik. Yana bir iltimos sunug'im keldi deya. Voy sen. Ash meni chiqaratib mushkisini ep qag'sak bo'pti-ki. Ma ikki balni men taniyolmayapman hozir. Rost gap qilsam. Ey, mening bu mushkisini ayrilib qolg'im yo'q, qarang. Aka, qanday qilaman? Seni arvatmaymiz.
Bugün hiç mi olmaydı birini tanlap be? Kalan kapkağını biz yani senin kendini sap koyayım demez mi? Hazır ma işine fakat oylamayatım ha. En iyi ben yıkılamdık ya. Odaklaşam tıkas karışkım. Fikrim şu aşında bulduk ya. Köngüllük japalık hizmetlerini birlik qilib bu yerga kelganda ikkidan birini tanlab ol deb bu odamlarni eski ekan rostga aytganda. Endi shu aranglardan birini tanlab birini chalavetsakmi yana keyingi fursatlarimiz yana bor. Ay bechara. Shunda qiynalib ketyaptim. Men tushunyapman. Mening oxirgi qarorim Charchigan ko'zlaringiz mardona qadamlaringizni to'xtatib qo'yib ko'z asrashga sal qarayotganingizni bayqadingizmi? Ular uchun ahamiyatli bir sovg'a tayyorlash kerakligini o'ylashdingizmi? Muvaffaqiyatga ozli qolganda ko'zlaringiz bardoshlik berolmayotgandi. Dünya yulduzi ko'z asrash javri turli ko'z masalalari uchun o'zimizga sungan eng go'zal hadiya. Safarlarimiz texmi xotirjam va ravon davom etadi. Bu sabiy ko'zlar vaqtida asrilishi kerak. Shundala ular kelgusini aniq ko'ra oladi. Endi erishadiganingiz cheksiz hayajon va g'alaba. Ko'z ko'ngilning ayniki. U yaxshi asralsin, uningdan ishonch balqib tursin. Dünya yulduzi unumli ko'z asrash javhari. Al-Nuri Yeşil Organik Bunları Devlet Dereceli Ekologiyalik rayonda Xalqaro ISO sifat ölçüm boyunca tön temperaturda pişiqlangan 5 ton xali undu. Kimyalik qo'shilmadan xali, bulg'angan havodan xali, bulg'angan suvdan xali, sifatsiz xom ashyodan xali, ozuqliq ko'yishdan xali Al-Nuri Yeşil Organik Bunları sog'lomligingiz uchundir. Al-Nuri. Aliya G'ofur. Sen qattiq ko'nglingni yerim qilma. Biz G'uljiga borganda, Tashkent bilan borganda Mevla uchun seni yo'qlab yana naqshlaringni anglaymiz, yana izdishimiz Mevlamni bordi. Menda bir ufkam bor deb. Demakchi, biz hammamiz seni yaxshi ko'ramiz. Yaxshi aytding naqshini, biroq musobaqaning ehtiyoji uchun muallimlar o'ylashgan kishini tanladi. Shunga sen bir yurak so'zlaringni aytqina anglayli. Bugungi musobaqada o'zimning ifodasi toz yaxshi bo'lmay qoldi. O'zim tuyib turibman. Necha kundan yog'i japoliq mashq qilish orqali hamda kechiga ulab mash mavlamolim shundoqla bizning mash yo'didiki barliq Mevlana yo'didiki Shinjongdagi eng asl yo'di biz uchun muzika mashq qilib bizmi bular bilan tang mashq qilib asıl charchab qoldik. Ham muzikantlarımızmı charchadi, bizmi charchadik. Shunga bugungi kuni kelganda ifodamizning yaxshi bo'lmay qolishi hamda o'zimizning shaxsiy avriga charchishimiz birsiga kontrol qilinmay qolib qoldik-chi, mana shu uskunlar o'zim mana shu xuatoni bo'lib kontrol qilinmaganlik sababidan bugungi ifodam toz yaxshi bo'lmay qoldi. Buningga barliq ustozlarga shundaqla Mevlana ansambldagi barliq muzikant do'stlarga oxirida rahmatimni bildiraman. Men bunun bilan to'xtab qolmayman hamda mening qilayotgan o'zimning ishlarimni buni bu yoqqa tirishadigan niyatimni nihoyatda keskin oldiga ilgilab ketib boraman. Mana shu Ipak yo'l 4-qaror musobaqasida o'zimni bir namoyon qilgim kelib chiqqan edim. Natija muhim emas. Hamda birinchi, ikkinchi bo'lish emas, eng muhimi buning bu yoqdagi qadam men uchun eng muhim deb o'ylayman. Shuning uchun Mavlon muallimning qaroriga hurmat qilaman. Bundan keyin ishlaringlar o'ngishli bo'lsin. Rahmat. İnsan degan hamon nima? Biz ko'klaymiz shunga g'amgina. Aliya bayaptan telefonda toza bir narsaning oldingizga to'rdin. Nimalarni olib ketdingiz? Ha, ma'oyliqi Sadaf şirketining Wordstar markasidagi grim buyumlar chiqibdi-ku, shularni oldim. Ishlatay deb. Yaxshimi-ka? Ha, shunday yaxshi-ku. Men bundas ayolim. Tushuntirishlarni o'qib baqsam shunday yaxshi-ku tarkiblarmi? Voy, yaxshi ekansan, men ayolim bir. Appasam o'qdishmi, bir ish ko'rish. Eliklagim ag'ash ketdim. Ha. Ansamblimizga a'zolarmi bek japaliq ishildi.
Şoňa rahmet sizlerge biraderler. Bu rahmetimni hozircha aytib tugatanmayman. Qalbilik qo'yib oldik. Hamda ba'zi undaq savallik kamchiliklardan endi qilib bo'lib bo'lmaydi ekan, naq maydon bo'lgandan keyin. Lekin qilgan ajrimiz, tatgan japoyimiz herhalde unum bo'lgandi deb o'ylayman. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Anikendan shu qana shu balaning anısqimi rahmat. Hamda necha vaqtdan shu ba'zi ishxonada yetib qilib, shu ashunda ishlab ketib, uyga qarab baqadigan nimam yo'q, imkoniyatim yo'q. Shuncha ishlab ketayotgan vaqtda meni qo'llab, uyning ishlarini yaxshinim qilib, andin mana ma'u repetitsiyalarga birga qatnashib, sahnaga birga chiqishdi. Sudiya sizga rahmat. Ekran aldidagi aziz ko'rmanlar, xuddi sizlar ko'rganda keskin raqobat orqali Tartuq guruhisining ikkinchi bosqichdagi musobaqasi, ya'ni baygisi mishada oxirlashdi. Buning bilan Tartuq guruhisidagi aslidagi 16 nafar mayir hozir 8 ga o'zgardi. Undaqda bu 8 nafar mayir 3-chi bosqichda yana o'zlarining qanday katta mahoratlari bilan bizni o'ziga jalb qilgandi. Biz ularga o'xshashlam omad tilaymiz. İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigresi. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Qadim İpek yolida ecdat bolgan chevandas. Jushqun qon bar tumurda, kuy naqshisi xo'sh ovoz. Gümüş dağlar çok iyisi, nur kaynadı yüreğe. Büyük karvan varisi, aman yeter dilekке. Büyük karvan varisi, aman yeter dilekке. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, sevginin yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. İpek yolu